Mana bu sabab qo'pollik qilishim kerak. Shartli ravishda aytilishi kerak bo'lgan gaplar bor-ku. Adolat bilan tenglik degan atamani biz aralashtirib Agar farosatli odam bo'lsak, temasi umuman ketdi tema. U shu dedi, qaynotamni yeb ko'rardim dedi. Bola tarbiyasida kaltak kerakmi? Lekin borib yana so'rayajak narsamizni erkaklik degan narsa o'sha narsa shapshapchidan bu. Yo'qchilik, go'rmin, ulg'ayish oqibatlar kelishmi yoki zo'rmi? Allohimdan qarzab turaman. Endi men ongimni donag'animdan beri bilaman bu narsani. Masalan, o'g'lim dallaydi. Mahmudcha ikkimiz tashkilda o'ynatib to'yda. Bo'lishi mumkin. Shunday uyatlar bor. Azizdan yomon esga turibdi. Endi keldi ekanlarga. Assalomu alaykum bizani Tim podkast tomoshabinlari. Ina bugun xalqimizga asosan yosh oilalar, yosh ota-onalar, farzandi, yosh avlodga odob axloq, mehr muhabbatni o'zi targ'ib qilib keltirgan ustozimiz, pedagog Mansurbek og'amiz Matmurodov. Ustoz, kelganingiz uchun avvalambor rahmat. Rahmat. Xudo xohlasa bugun chin dildan ochilishib, yozilib, ko'nglingizda, ichingizda bor hamma ilmni olib qolib, bizlar shu berib ketasiz degan umiddamiz. Videoni ko'rib boshlamosimizdan oldin kichkina bir iltimosimiz bor. Xorazm mediasi nechik og'ir ahvolga qolganmi? Instagram blogerlari hype va yolg'on orqali ko'pchiligimizni bir xil jonimizga degani umuman gizlab qo'ymaydigan rost haqiqat. Biz yashayapmiz. Bundan beri YouTube orqali to'xtamin ilm ziyo egalari bilan podkast ko'rsatuvlarni uyushtirib, sizlarga to'xtatmin izini uzmin berib borishga qaror qabul qildik. Buning uchun siz bizlarga bir like, bir komment yozib qo'ysangiz, dim meriz jo'shib ketsa, podpiska bo'lib qo'ysangiz, bu bizlarni bundan beri to'xtamin ko'rsatuvlarni chiqarishimizga dim katta yordam bergan bo'ladi. Bir like bering. Komment. Zo'r, yomon, chillik bo'lsin. Turamiz. Bosdingizmi? Asa videoni ko'rishni boshladik. Yoqimli tomosha. Bemalol manfaatli podkastimizni homiysi bo'lib turgan Otash Kavob kafesini bardak choylaridan chef tanovul bo'lib. Avvalambor assalomu alaykum. Hammaga yana bir marta, sizlarga yana bir marta assalomu alaykum. E'tibor uchun katta rahmat. Taklif uchun ham katta rahmat. Manfaatli bo'lsin suhbatimiz. Ustoz madaniyat nima? Madaniyat har bir jamiyatni o'ziga xos bo'lgan bir belgisi. Chunki bir davrning madaniyatini olgi davrning madaniyatini belgilab bo'lmaydi-da. Buni belgilab bo'lmaydi. Har bir davr, har bir jamiyat belgilanmagan nuqtada, qadriyatlarga tegmagan nuqtada o'zi belgilab, o'zi baholab boraveradi. Hozirgi davrning madaniyati bilan 30 yil oldingi davrning madaniyatini tasavvur qilib bo'lmaydi. Masalan, buni bunday bo'ladi deb ramkaga tashlab, yana shu deb bo'lmaydi. Chunki yangilik, yangi davr, masalan 20 yil, masalan men ayting 2008-yillarda o'qigan masalan ma'naviyat, madaniyat degan kitoblaringizda hozirgi bu yo'nalishlar yo'q edi masalan. SMM, shunga o'xshagan narsa, blogerchilik zamonaviy kasblar yo'q edi, zamonaviy kasblar degan bo'lsa. Yo'q edi bu narsalar. Lekin undan keyin zamonaviy kasblar girgan madaniyat degan narsa chiqqani yo'q. O'sha ildizda bor. O'sha ildizda qadriyatimizga yetmadimi, o'sha girib kelaveradi. Bu rivojlanib boraveradi bu darajada. Shu evolyutsiya jarayonida bo'lgan narsa ekan. Ha? Tabiiy. Asa madaniyat nima ustoz? Insonni qalbi bilan bog'liq bo'lgan narsa. O'ta shaxsiy narsa ekan-da, bang. Shuning desak, tushuntirsak bo'ladi. Masalan, bunday narsa. Ozod Sharafiddinov degan odam bo'lgan. Adashmasam, sanasida xatolashishim mumkin. 92-yilda Ozod Sharafiddinov jahon adabiyotini nashriyotida ishlagan taxminim bo'yicha. Ko'p holda eslamadim voqeani. 92-yilda saxir bo'lib bir yaqin kesib tashladi. U ishni to'xtatmaydi. U baribir ishlayveradi. Ijod qilaveradi. 2 yildan keyin 94-yilda, 2 yillik aniq 94-yillarda uni ikkinchi oyog'idan kesib tashladi. O'sha kasallik bilan. Va u yana ishlayveradi. U ishlayveradi. Keyin vaqti kelganda o'ladi. O'lganidan keyin shogirdlari uni hamma umr davomida aytgan ijodlarni bir yerga keladilar. Keyin to'xtab uni bo'lib ko'raylik. Qani dedi, ikki oyoq kesilgandan keyin ijodlarmi va ikki oyoq kesilmasdan oldingi ijodlar. Va ikki oyoq kesilganni bana o'tirgan vaqtimda uni hayotindagi eng sermazmun, yoki salmoqli ham bizning Xorazm tilida aytganda so'm, ajoyib naqshinkor asarlar ikki oyoq kesilgandan keyin olingan.
Endi shu yerda ma'naviyatni tushuntirsam bo'ladi sizga. Nima degani bu desa, u odam ikki kes tashlagandan keyin bo'ldi endi men yarim xalta go'sht olib qoldim, bir xalta go'sht olib qoldim demaydi u. U insonmi? U yashaganda u. Yashagan u. U hatto ikki kes tashlagandan keyin ham yashagan. Yashagan vaqtidan boshqalar o'rnak bo'ladigan darajada yashaganda u. Ma'naviyat o'lmaydi-da. Insonning ichidagi ma'naviyat o'lmaydi. Toki o'zingiz o'ldirmasangiz. Buning uchun katta bir narsa kerak. Va bunga o'xshagan hozir shuni o'zida bir nechta kadrlarni kelib berishi mumkin. Masalan, Mahatma Gandhi Karamchand degan odam bor Hindistonda. Buni ham o'sha yuksak ma'naviyat egalariga kiritiladi. Nimaga desa, yani ularda she'r borku, o'ng yuzim o'zsa chap yuzimni tutib degan. Hindiston o'sha 1947-yilda dunyoning eng katta mamlakatiga qurolsiz chiqib ketishni talabini qo'ygan va chiqarib bergan davlat. G'oya muallifi Mahatma Gandhi u chiqarib berdi. Hech narsa yo'q. Tasavvur qilib ko'ring. Qurol aslaha yo'q. Dunyoning birinchi raqamli davlati. Jahon urushidan keyin masalan bo'lib turgan narsa. O'ta kuchli darajadagi ma'naviyat bo'lganda u yerda. Shuning uchun madaniyat bilan ma'naviyatni alashtirib bo'lmaydi. Madaniyat mas'ul sohada ketadi, bo'lib. Kiyinish madaniyati, suhbatlashish madaniyati, bunday bo'lishi mumkin. Lekin ma'naviyat bu ruhiyat bu. Haqiqiy ruhiyat. Uning ichida o'tiladigan narsa. Zulfiya xonim ham aytadi. Zulfiya xonim ham yosh ijodkor bo'lgan. Ijod qilgan vaqtida. Yosh turmushdan qolgan. Bo'ldi endi men bo'ldi tugatdim bu narsani hammasini. Degani emas. Aksincha ijodni shunday kuchaytirgan, balki mayli alam bordir, ichidagi narsani novadir chiqarish bordir. Lekin shunday qilgan, yakun nima bo'ldi? Yakunda davlat mukofoti, ya'ni butun ayollarga ramziy bir nima qoldi? Nomdor mukofoti, nomi sifatida qoldi. U katta narsa u narsa. Yoki Gandhining yakuni nima bo'ldi? To'g'rimi? O'sha bu ma'naviyatda. Bu katta narsa-da. Bu bunday deb tushuntirib bo'lmaydi. Har bir narsada bo'lishi kerak bu narsa. Shunda ruxsat bersangiz yana bir narsani tushuntirib o'tay. Masalan, bunday narsa bor. Men juda qiziq tushunmaydigan narsa bor. Masalan, siz mana bitta qo'pollik qildingiz-da, domla. Qo'pollik qildingiz. Men ham sizga qo'pollik qilishim kerak bunda. Odamlar shunday deydi. Masalan, salomingga yarasha alik dedi. Men haqiqatan tushunmayman bu narsani. O'zim hozirgacha tushunmayman. Yoshim 40 ta o'tdi mana. Siz gülüp qarasangiz, men sizga gülüp qarasam, siz menga yomon qarasangiz, men sizga yomon qarasam, men qaniman. Men qaniman. Mansur qani. Unda men ko'zgudan farqim nimada? Tushundingizmi? Siz gülüp qarab tursiz, men ham gülüp qarab turibman. Siz yomon qarab tursiz, men ko'zgudan farqim nimada unda? Yo'q, men Mansurman. Men gülüp qarasangiz ham, yomon ko'z bilan qarasangiz ham o'zimni insoniy muomalamni qilaman. Va men buni normal deb qabul qilaman. Tushundingizmi? Normal qabul qilish bu. Yana bilmadim. Balkim bu narsa odamlar orasi uchun aytilmagandir aslında. Ya'ni men bu narsani boshqacha tushunar edim. Misol uchun har kim ekkanni o'radi degan gapga o'xshab tushunar edim. Ya'ni salomingga yarasha alik olasan degan vaqtida odam bilan so'zlashgan vaqtingdan hech atvet olishing haqida emas, ya'ni javob olishing haqida emas. Ya'ni misol men sizni nafrat bilan sizga qarab turib sizga qo'pol gaplasam, sizdan emas, boshqa birovdan taqdir yoki bo'lmasam hayot taraflama qaytadi degan ma'noda tushunib kelganman-da shu yoshimcha. O'shada to'xtatamiz shuni. O'shanda siz taqdir biladi ekan, baring, hayot biladi ekan. Nima qilaman siz yomon qaraydigan bo'lsa, sizga yomon qarab. To'g'ri. Baribir taqdir-ku. Sizga men yomon qaramasam bu qarar. Bu qaraydi. To'g'rimi? Bu qaytar dunyo, to'g'ri aytdingiz, bo'lmayran. Lekin men o'zligimcha qolishim kerak. Yo, to'g'ri. Shu ma'noda, ya'ni bir xil nuqtadamiz. Bir xil nuqtadamiz. Avval bu gapni o'zi salomingga yarasha alik olasan yoki bo'lmasam har kim ekkanni o'radi, ikkisi bir ma'noda keladi. Bu odamlar orasida emas, lekin odamlar shu aforizm nov deb aytiladi bu narsalar. Shu gaplarni boshqacha yo'naltirganlar. Goh odamlarda borda bachkanalik desam ko'proq bo'lar. Noto'g'ri xarakterni qahramon darajasidan chiqarib bergan. Biz suhbatlashib turgan mavzumuz ham shundayroq. Noto'g'ri xarakter. Masalan aytadi, men dedi shunday xarakterim bor, rangini to'g'ri aytaman men. Xatomi to'g'ri aytaman dedi. Ishga odam zo'r cho'tki. Yo'q. Noto'g'ri.
Kechirasiz, men hamma xatolarimizni yuz-yuzga ayta olmayman. Men yuz-yuzga aytishim uchun bizning oramizda qaysidir munosabatlar bo'lishi kerak. Siz men ukam bo'lishingiz kerak, yo men sizni ukangiz bo'lishim kerak, yoki ota-bola bo'lishimiz kerak, yoki og'a-uka bo'lishimiz kerak. Ularga ham hamma vaqt hamma yerda xatosi yuzini aytilavermaydi. Joyi va nuqtasida aytiladi. Odamlar yonida ukam deb tanbeh beravermaysiz, haqqingiz yo'q. Ayolingizga tanbeh beravermaysiz, haqqingiz yo'q. Farzandingizga tanbeh beravermaysiz, ha, haqqim bor ekan deb. Men o'ylayman, bu noto'g'ri. Bu noto'g'ri xarakter desak, masalan, shu xarakterdan qahramon yasashni o'zi ham katta noto'g'rilikda. Yuziga qarab turib, to'g'ri aytaman. Nimaga aytasan? Seni to'g'ri xarakteringdan meni qalbim kattaroq emasmi? Masalan, sizga bitta hozir hikmatchilingizni aytsam, domla. Qalbingizni ortib qo'yaman. Ustoz, shunda bir savol keldi. Lekin sal uchun qo'pol ishlasak kechirasizlar. Shartli ravishda aytilishi kerak bo'lgan gaplar bor-ku. Misol uchun, bir sal cho'milib bir soching, yo'llaring, bokimlaring oldirib, nalaring taxlatib ber. Bunda qalbi og'risa nechik bo'ladi? Lekin men yomonlikni o'ylab aytmagan bo'lsam nechik bo'ladi? Video trendga chiqib ketish uchun bir gap aytaymi? Ha. Shunchaki. Azizdan yomon is kelib turibdi. Men normal qabul qilaman, o'tim ishlamaydi. Yo'q, undan emas. Astag'firullah, men shunchaki aytibman. Bu gapni sizga aytishim uchun biz ancha-muncha yaqin bo'lishimiz kerak. Birinchidan, agar yaqin emasmizmi, demak biz kam suhbatlashamiz. Men sizni og'zingizdan kelib turgan yomon hidi hozir 1,5 soat chidashim kerak. Chidayman. Bo'ldi. To'g'ri, narsa to'g'ri, lekin ishonchim komil. Har bir insonning yaqinida, yonida uni kamchiliklarini to'g'rilab turadigan odamlar bo'ladi. Bo'lishi kerak emas. Yo'q, bo'ladi masalan. U haddi sig'adigan darajadagi odamlar bo'ladi. Insonning o'zida bir qaysidir ma'noda bu narsalarga farosat ham bo'ladi. Shunchaki aytib turibmanki, o'sha siz aytib turgan, ha, sochingni to'g'rilab beray deyish uchun ham biz ma'lum darajada kamida bir 5 marta ko'rishgan bo'lishimiz kerak. Namozda ikkimiz o'tirib, keyin aytaman, ukajon, beringizni aytib bering. Deyman. Keyin sizni yilingizga so'rayman hali 3 martadan keyin. Uka, nechanchilisiz? Deyman. Keyin ruxsat so'rayman sizdan, sansirasam bo'ladimi? Deyman. Normal. Buni qaragan vaqtimdan o'tib ketish yaxshi emas. Nechik oladi unda misol uchun? Men do'stim. Siz Mahmudjon bilan suhbatdosh bo'lgansiz, suhbat qurgansiz, demak bilasiz. Mendagi qaysidir kamchilik bor, shuni to'g'rilab qo'yish kerak. Siz menga to'g'ridan-to'g'ri aytib bilmaysiz. Buni men do'stimga aytsangiz nechik bo'ladi? Bo'ladi. Axloq odob kitoblarida eng ko'p masalan urg'u beriladigan nuqta til. Bilasizlar, masalan, tilni asrash kerak, til ofati, qo'lingizdan keladigan bo'lsa o'zini emassangiz bo'ladi. Chiroyli. Qo'lingizdan kelsa, aytib turibman-ku, qalbingizni og'ritaman deb turibman. Qalbingizni og'rita olmasangiz, aytavering o'ziga. Lekin birovni qalbini og'ritish evaziga qahramonlik yasash bu noto'g'ri deyapman. Tushundim. Ustoz, qanaqas shu mavzuning ustundamiz. Qarang, biza Xorazm xalqi. Endi men ongimni donag'animdan beri bilaman bu narsani. Undan oldin ota-bobom davridan hech bo'lganini bilmayman. Chunki men armiyada, Toshkentda, boshqa yerlarga borgan vaqtimda ham to'g'ri aytadilar, Xorazm xalqi dim chort kesar, to'g'ri gap to'g'ri aytadi. So'kin akam xalq deyiladi. Bu narsani shakllanishi va kelajagi haqida bir umumiy bir tushunchalaringiz bormi o'zingiz bilan tushuntirib beradigan uchun biza shuningmiz. Nechun shuni stereotip qilgan? Balki biz ko'proq mana bu kumimiz bor-ku, kum, Buxoroning kumi bor. Respublikaning bir chekkasindamiz. Qaysidir ma'noda avval buning sivilizatsiya bo'lmagan. Balki bizda ko'proq o'sha vaqtda SSR deymiz. Ruslar demaylik. Chunki ruslar o'zi aslida ruslar axloqi yaxshi bo'ladi. Rostdan ham o'qitib ko'rganman. Ular juda narsa yaxshi bo'ladi. Balki ularda ko'proq munosabat o'rnatgandirmiz. Masalan, aytgan vaqtimda. Chunki dunyoda so'kinish bo'yicha ruslar adashmasam shu go'sht uchlikka kiradi-da. Rus xalqi go'sht uchlikka kiradi. Lekin asl Xorazmliklarda unday hissat bo'lmaganda bo'layman men. Mana bu keyin o'zlashtirish mana shu. Hamma yerda ham o'zlashtirish, hamma yerda ham so'kinish bor. Lekin
bu Xorazm xalqiga qo'yiladigan bo'lishi mumkin. Kasalligi bo'lishi mumkin. Buni Boy gap hudud, yuzini aytib buni aytib tashlashi mumkin. Lekin o'ylaymanki, xorazmliklar begonaga qilmagan uni. Bir-biriga qilgan bo'lishi mumkin. O'shanday narsani. Globallashib ketdi bu. Bu bir-biriga qilgan bo'lishi mumkin. Masalan, men shuncha yillar davomida davlat ishida ishlaganman. Xudoga shukr. Boshqa yerlarda malaka oshirishlarda bo'lganman nechalik yillar davomida, masalan, olimpiadalar bilan borgan vaqtlarim bo'lgan. Ular doim aytadi, Xorazm xalqi juda mehmondo'st xalq. Masalan, tashkillarni sindirib tashlaydi. Qizib tashlaydi dedi tashkillarni. Agar bu jumladan olib qaraydigan bo'lsangiz, sizning jumlangizga sal antonimroq. Chunki unda bir odamni bunday kutib tashlaydigan odam bir-birimizga nisbatan o'zaro qilishimiz mumkin. U Yana bir tarafi bor uni. Shiralar, musollidilar. Toshkent Kunuz saytini bilasiz. Kunuz saytida faoliyat olib borganman. Shu vaqtimda 3 Xorazmni bir yerga turib bir ishni gaplashib turamiz-ku. Ishni gaplashib turgan vaqtimizda chetdan vodiyni bolalar keladi. Urushmanglar dedi. Biz gaplashib turibmiz. Biz shunchaki gaplashib turibmiz. Yo'q, urushmanglar dedi. Lag'jamiz ham shunday-da. Menimcha bu statistikada ham shunday bo'lsa kerak. Lag'jamiz ham boshqa bir lag'jalarga o'xshamaydi. Sheva deymiz endi biz. O'zi sheva lag'ja farq etadi, biz umumiy aytamiz. Lekin bizaniki o'xshamaydi hech qaysisiga. O'ziga xos go'zal, o'ziga xos qo'pol. Biz umuman bundan buyona farzand tarbiyasi haqidagi savollarni boshlayversak edi. Agar ruxsat bersangiz. Farzand 3 yosh odam tarbiyani ayam tarafdan ichib ketadigan bo'lsa, hamma tarbiyani 3 yosh odam olib bo'ladi degan gap eshitganman. 3 yosh odam barzak narsanga barib qol, ayam tarafi o'zi ketgancha ketadi degan gap eshitganman. U bor gapmi yo agar bor gap bo'lsa shundan gap chiqaman. Ajoyib trenddagi bir zo'r bor shunday. Shuning gapi bor. 3 yoshgacha 3 dan keyin kech degan kitob bor. O'qib chiqqanman boshdan oxirigacha. Agar shu to'g'ri bu odam bo'lsa, men yosh ota sifatida, birinchi farzandni kala atatirgan ota sifatida men nishatib anglashim mumkin. Bu tendensiya bilan bo'lgan-ku, masalan, birinchi bolani tarbiyalaysan, ikkinchi bolani tarbiyalaysanki, uchinchisida bilasan. Shu uchinchi boladan bormasdan bo'ladi. Men tezroq nishatib bilishim mumkin. Xo'p, men o'zimni tajribamni aytaman. Siz ham uylanganmisiz? Ha, farzandingiz bormi? Bor, hozir yozib Qiz. Qiz sog'lom bo'lsin, umrlar uzoq bo'lsin. Men o'zimni tajribam, masalan, men tarbiyaga kirib kelar ekanman, axloqiy odobga kirib kelar ekanman. O'sha zolotoy nuqta deydi, oltin o'rtalikni topishga, zolotoy sredinani topish nuqtasini kelar ekanman. Ko'plab adabiyot o'qidim. Masalan, yapon adabiyoti, turk adabiyotlari, Adem Gunesh, bola tarbiyasi bilan shug'ullangan mashhur hozir kitoblar juda kirib yotdi. 3 dan keyingi 3 yoshgacha, 3 yoshgacha ham bor, 3 dan keyingacha ham bor. Zo'r, ajoyib. Ota-onaga yaxshi qo'llanma. Lekin bu meni o'zimning tajribamdan ayting. O'zi qanaqa shuni so'rayotgan ekan, chunki hamma ham kitob o'qiyvermaydi hozir deyapman-da. Bola tarbiyalayajak bo'ladigan bo'lsangiz, bolani masalan tarbiyalayajak bo'ladigan bo'lsangiz, birinchi ota-onangizni hurmatini jana qo'ying. Birinchi 4 ta qoida. Hozirlikcha 41 yoshimda. Balkim ertaga 1 yildan keyin 6 yildan keyin yana o'tirarmiz. Bunday bo'lib qolishi mumkin. Unda men aytishim mumkin, bu bizda noto'g'ri ekan. Lekin hozir bu 40 yoshimdagi img'agan 4 ta narsam, 40 yoshimda o'tdim. U 4 ta narsam hammasi ham meniki emas, ustozlarniki. Lekin men tasdiqlaganim. Ya'ni haqiqatdanmi ekan deb tasdiqlagan narsam bor bu yerda. Bu nima desa, birinchi qoida ota-onangizni hurmat qiling. Chunki ota-onaga qilingani farzanddan qaytadi. Qaytmasa joningiz olinmaydi o'zi bu narsada. Bir, ota-onangizga qanaqa muomala qiladigan bo'lsangiz, o'sha qaytadi. Hali 3 yoshda u girmadi, doğurma odam bu. Uylanmadingiz ham siz. U boshda kelishdik-ku, bu dunyo bumerang qaytib keladi. Bu qoida yoziladi bu qoida. Bu birinchi qoida. Demak, ota-onasini norozi qiladigan insonni bolasida albatta bir narsa bo'ladi. Uni dilini og'ritadi. Bir. Ikkinchisi nima desa, ikkinchisi luqma. Bolaga beriladigan luqmasi. Muhim narsa hisoblanadi. Siz va men to'g'ri deb bilgan narsa emas.
Asl doğru deb bilgan narsa o'lchov birlikka nisbat aytdik. Bo'lmasa har qaysimiz o'lchov birlikimizni artilib qolamiz, urushib ketamiz bo'lmasa. Doğru luqmani, o'sha doğru luqmani yedirish kerak. Bo'lmasa isyon bo'ladi ichimda. Ko'rganman tajribamda. Men bola bilan tarbiyasi bilan shug'ullanib, masalan, o'zim o'quv markazim bor edi, hozir ilk qo'yibman. Shu shug'ullanib hech aytmaydi-da, bola deganingga hech aytmaydi-da. Masalan, men unga bir noto'g'ri narsa o'rgatib turganim yo'q. O'sha programma. Masalan, ota-onam gösteraman, shu narsalarni tushuntiraman deb gösteraman. Hech aytmaydi. Men surishtiraman. Akangiz bilan poz bilan xolos yaxshimi sizni deb. Chunki to'rtta formalarni bilaman. Odatda luqmadan gap chiqadi. Men o'zimcha aytaman luqmadan. Birovni haqqini yemadingizmi? Rossiyalarda hozir birovni Kimdan so'rayman deb tursiz gapni? Ota-onadan so'rayman. To'g'ri, o'zimdan. He. Chunki tushuning, bola umuman noto'g'ri yo'lda. Ota-onasi hamma narsaga tayyorda. Tayyor bu qilib. Men ko'rganman bunday vaziyatlarni. Ustiga tushib ketmayman. Yo'q. Chunki boshqa variant ham yo'qda. Boshqa variant yo'q. Menga Oxirgi najot bo'lib, bir so'z yana get boshqa tutiladi. variant yo'q. Balkim to'g'irlash kerakdir navlanidir, deyman. Balkim ota-onangiz bo'lgan bilan munosabatingiz chiroq bo'lsa, uni to'g'irlash kerakdir balkim. Yoki birovdan oldi berdingiz bormi? Kimdir norizami? Bularni ham ko'rish kerak. Masalan, qul o'tirib turib, ilon tarafda yo noto'g'ri ishlarni qilaverib turib, kechirasiz-ku, menimcha bu emas. Bu noto'g'ri bu. Buni har bir inson buni qalban his turibdi. To'g'ri dedi hozir hamma aytadi. Shuning uchun ikkinchi luqmasiga qarash kerak. Luqma katta, iyiladigan narsa. Kim bo'lsam halol bo'lish kerak. Mehnatdan bo'linishi kerak. Yana shunda bir narsani aytayim. Peshona deri bilan topilgan narsalar hammasi ham to'g'ri bo'lavermaydi. Masalan, Masalan, o'g'ri ham dalillaydi. İkinci sevkiyle geldi bu. Endi men Şimdi geldi kellega. Yo, men doğru peshona teri bilan topilganimni nazarda tutaman. Yo, adamlar aytadigan peshona teri bilan topilgan. Ya peshona teri emas. Bu zikkina salqinginada o'tiring. Darakmasi peshona. Doğru işleting. Lekin to'g'ri ish qilinishi kerak. To'g'rimi? Bu ikkinchisi luqmada. Uchinchisi nima desa, uchinchisi ota-ona farzandiga namuna bo'lib bilishingda. O'zingizni to'g'rilab. Yaxshi kitob o'qishingiz, yaxshi sevishingiz haqida gap turgani yo'q. Bu ya bir jumlalarga keladi-ku, qaysidir xalq deydi, aytmayin. Qaysidir xalq bor ekan, kitob o'qib o'tiradi, bolasi ham deydi. Xalqqa tegishli narsa emas u. Bironta bir xalqqa tegishli narsa emas u. Bunday narsalar xalqda bo'lmaydi. Hamma yerda bo'ladi. O'zbekistonda ham, O'zbekiston ichida ham unday o'tirgan ota-onalar juda ko'p kerak odam bo'lsa. O'zi kitob o'qimaydi. Lekin kitob olib o'tiradigan ota-onalar yetarli bizning O'zbekiston. Men Xorazmda ham ko'rganman shundaylarni. Ustoz dedi, jonidek ketdi kitob qarab o'tiraverdi. Bolasi bir yerda galiningchalik o'tiradi. Bu xulq qaysidir xalqqa tegishli bo'lmaydi. Nima bo'lmaydi? Bu xalq bunday xulqli, bu xalq bunday xulq. Hamma xalqdan bo'ladi. O'g'ri, kazzob, nomardlar hamma yerdan bo'ladi. Va bundaylar o'z aslida millati bo'lmaydi dedilar-ku. Bunday bu ne bo'lmaydi. Demak, birinchisi ota-onani norozi etmaysiz ekan, ikkinchisi luqmasini to'g'ri qilasiz ekan, uchinchisi o'zingiz namunali bo'lib ko'rsatib berasiz. Ko'rsatib berasiz. Bola ko'rganidan oladi. 3 ta bo'ldi. To'rtinchisi, mana shu 3 narsani qiladigan bo'lsangiz, iltimos, bolani o'z xonasida tashlab qo'ymang. Chunki bu bizlar quruq deydi. Masalan 16 yoshlar, 17 yoshlar bolalar keladi. Ota-onasi bilan gaplashib o'tiraman, bama'ni odamlar, ilmi ziyoli odamlar, ovqatlari joyida odamlar, masalan, birovning haqqini farqlab biladigan odamlar. Ota-onalar norozi. Nima bo'ldi ekan bunga? Men darrov qo'zishgan ama. Nima xislatlari bor? Nima xislatlar turibdi masalan bolangiz? Deyanim etmeyin dürttü dese, qaysi deyaning etmeyin dürttü deyman. Shuni ko'kdan olib borib kel desa, shuni ko'kdan olib bormay dürttimi deyman. Yo'q, keladi-da, umuman deyanim etmeydi. Tamam o'tiring, qaysi deyaningiz etmeydi. Shuni ko'kdan olib borib kel desa, etmeydimi deyaningizni? Yo'q, u nilarni aytadi dedi. Asl jumlani to'g'rilaylik. Umuman deyanim emas, ayrim deyanlarni etmeydi sizlar. To'g'rimi axir shunda ayrim deyanlarni etmeydi. Xo'p, endi o'tamiz. Qaysi deyaning etmeydi sen? Endi bu yetar masalan, jo'ralarim bilan chiqma desam chiqadi yoki PlayStation o'tiradi setlab yoki yo'lda plak ketadi yoki bunday bo'lishi mumkin.
O'z holiga tashlangan bola bu. O'z holiga. Bolani suhbatlashangiz hamma narsani chiroyli biladi bola. Lekin ana quruqdan kecholmaydi. Ina shu narsam noto'g'ri. Bundan ham bo'ladi. Endi sal noto'g'riroq. Yo'q, noto'g'ri emas. To'g'ri bu. Bolalar ikkalarida ustoz dedilar. Shu dedi, qaynatamni yeb ko'rardim dedi. Shu dedi, tosh deb o'zing shu dedi-da, ya bolani ikkaladi-da. Qaynammi dedi, o'zi shuni yomon ko'raman dedi. Sen ko'rib o'taman, qarab. Odatda men endi ko'rishga moyilligim bor. Men aytaman, kim baktı bana deyman. O'zim baktı dedi. Vallahi men deyman, shu doğrusini ayting deyman. Shu bo'lganingizdan men o'zim bakkatirmiz deyman. Ya aytadi, Osipga ketdim, Rossiyaga ketdim. Shu atang baktimi, enang baktimi deyman. Ha shuning bo'ladi-da. Chunki u aytadi bizlar doğgan emas, baqqana degan maqol bor xalqda. O'shanday bo'lib ketadi. Demak, 4-chi o'z holiga tashlab qo'ymaydi. U degani ozondan hechgacha raspisiyalarni tuzib imlat tashlash kerak emas. Просто namunalarni ko'rsatib berish kerak. Sizga beradigan hozirlikchalik mana shu 4 ta qoida asosida qilsangiz, menimcha ko'nglingiz ham bitta dam oladi. Yaqinda bir gap eshitib qoldim, ajoyib gap ekan. Bernard Shaw tomonidan aytilgan ekan, 1910-yilda Zulfiqar Musoqovdan eshitdim. Sevimli rejissyor. Ajoyib inson. Men ham yoqadim. Jamol aka to'g'radi. Shu aytadi, insonlar nimagadir deydi, 3 ta narsada maslahat berishi mumkin deb o'ylaydi ekan, deydi. Bernard Shawning gapini aytib turdi. 3 ta narsada maslahat berishga haqqim bor deb o'ylaydi ekan bir-birine-da. Birinchisi bola tarbiyasida ekan shuni. Birinchisi, oldinda 9 ta bola tug'dirgan odam o'tiribdi. Bu bitta bolasi ya bor ya yo'q. Bola tarbiyasini bunday berish kerak deb dedi, o'ylaydi ekanlar dedi. Va bu rost. Menga kelib turib, nima o'zim bilmayman. Menchalik bola tarbiyasi bilan shug'ullanadigan odamni bilmayman, ochiqni aytaymi. Ustozlarim bor mana. Ular ham bunday kitob yoziladi, buni kattalar. Men chisti bola tarbiyasini o'zim bilan shug'ullanaman, haqiqat. Lekin men ham ko'p aql o'rgatiladi. Yaxshi, men bularni normal qabul qilaman. Bu birinchisi. Ikkinchisi qaysi desa, ikkinchisi bemor odamga qanday davolanish kerak ekanligini o'rgatishga haqqim bor deb o'ylaydi ekanlar. Kasal bo'lsang, imlab davolansang bo'lmaydimi? Bu ammamni, qudasini, xolasini, jiyani shunday kasal bo'ladi. Sen ham shunday qilsang bo'lmaydimi? degan narsalarni bu yerda haqqi bor deb o'ylaydi. Haqiqatan bir yoqda kasalman desang, immuni ich deyaveradi-ku. Doktorlarga motivatsiya bo'lsin. Uchinchisi nima desa, uchinchisi qanday kino olish kerak ekanligini maslahat beradi ekan odamlar. Endi rejissyor deyib ketdim. Ya'ni bu asli kino emas. Nov ish qilishni o'rgatadi. Endi u o'zi tarafdan olib turibdi, lekin aytadi, kim yanına borsang dedi. Endi Zulfiqar Musoqov aytib turibdi-da uni. Bu rejissyor güçlü shikda turadi unga. Hozir masalan güçlü biriklikda turgan bo'lsam kerak u rejissyor. O'shanga ham aql o'rgatar ekanlar, qanday kino olish kerak ekanligini-da. Chunki haqqim bor deb o'ylaydi ekan bu yerda. Shuning uchun bu jumlalarda bola tarbiyasida doğrusini ayting, men individual nani ravo ko'raman. Nechik bo'lishidan qat'iy nazar, 1000 ta bola bo'ladimi, 10 000 ta bola bo'ladimi, u 10 000 ta shaxs u. U 10 000 ta qalb u. U 10 000 ta hujayra u kerak bo'ladigan bo'lsa, uni aytsam aytaveraman, uni hech qaysi bir egizaklar bir-biriga o'xshamaydi. Bir onadan tug'ilgan, 10 000 farqi bilan tug'ilgan. Birsini yoqada o'ynasa, birsini allergiya berib turaveradi. Rostdan hech kim bolasi pedofiliya manyak bo'lib shakllanib turganini bilmaydi-ku. O'sha turibman, bu individual narsa-da, hamma narsa. Individual qarash kerak bo'lgan narsa. Shuning uchun bir kitobni olib turib, bo'ldi endi, bundan keyin bunday qilamiz deb bo'lmaydi. Yondashuvni qilishingiz mumkin. Sababiyatli qilishingiz mumkin. Masalan, o'sha 3 dan keyin kech degan kitobda adashmasam, bolangizni masalan kosmonavt bo'lishini istasangiz, raddomdan chiqarib uyingizga olib kelganingizda, uyingiz kosmonavtlarga xos bezatilgan bo'lsin, deydi. Misol tariqasida kosmonavtni bir narsasi bo'lsin, yulduzlar bo'lsin, deydi. Bu ong ostiga ta'sir nuqtai nazaridan qaysidir nuqta to'g'ri bo'lishi mumkin. Bir. Ikkinchidan niyat deymiz biz. Niyatga bog'liq bo'lishi mumkin. Masalan, kelajakda kosmonavt degan. Lekin baribir u shaxs unga
Men ko'rganman Bosim masalan, o'tirish xato. men shuning vaziyatlarni ko'rganman. Juda talantli bolalar, juda talantli qizlarda o'zini yo'nalishini geçen ko'parib olib tashlaydi. Bu nani? Shu davlat mukofotini olsa boradigan bolalar bor, o'zini yo'nalishini masalan rasm chizadi. Davlat mukofotini olsa boradigan bolalarda akasi basatadi qo'y deydi. Qo'yasam sen. Qo'y deydi. Pul topolmaysan sen undan. Ava, undan pul topolmaysan. Qo'ysang. Aksincha, o'sha soha bo'yicha yuradigan bo'lsa, odamlar havas etadigan darajadagi nega chiqadi. Lekin bizda nimagadir shuni individual yondashuv yo'q. Adolat bilan tenglik degan atamani biz aralashtirib beramiz farzand tarbiyasida. Takrorlayman, farzand tarbiyasida adolat bilan tenglik degan tushunchani aralashtirmaslik kerak. O'zi bilan boshqa tushuncha bo'lar. Ne oldu? Bu matematik bo'ladi, siz ham matematik bo'lasiz emas. Bu tenglik. Lekin adolat emas. To'g'rimi? Bu qo'shimcha bo'lajakdi balki. Bu matematik bo'lajakdi. Inoba adolat. Tenglik emas u. Bir lapkasi ovqatni solib kelib turib, hammang yeysan ama bu tenglik. Lekin unga yaqindigan bo'lishi mumkin. Bu bugun ozroq yeyish, bir lapkasi yeydi. Bugun ozroq yeydi-ku, yeyish mumkin-ku bunday narsa. Bu adolat, xohlangchalik deyish. Bola tarbiyasi shuning uchun individual masala. Men qo'rqaman buni jamoaviy joylarda bola tarbiyasida bunday qilish kerak deb. Yani to'rttasini ayta olaman. Chunki o'zi umumiy narsa-da u to'rttasi. Va qolaversa meni gapim emas. Ustozlardan kelgan gap. Bola tarbiyasida o'ta narsa bunday qiling deydigan. Chunki ana ota-onani bilmaysiz psixologiyasini. U tarbiyalayman dedi. Endi urush masalasi boshqa-ku. Ben çistim. Gelemiz şu mevzuya. Azan abid geç. Yani nasıl humar tutkanı uğradı ola var da. Ben nasıl çekmeyeyim Yo'q, qiyoslashdim. Nasıl humar tutkanı nasıl geledi ola buladı. Balan ne sana? Bir şey yok mu akım? Aleyküm. Shunda ustoz, bizlar ham kichkinaroq avlodlarni oxirgi marta shu ustozdan tayoq yegan, ustoz urgan, urib tarbiyalagan, uydagilardan tayoq yegan avlodmiz. Men shaxsan katta bo'lib bu narsani normal qabul qildim. Endi bu normal qabul qilish kerakmi yo'qmi buni ham javob bersangiz, keyin bundan buyonina bola tarbiyasida kaltak kerakmi yo shart emasmi? Yo'q, bolam urib bo'lmaydi. Men ham urganman. Urganman do'stlar. O'qish uchun bir marta axloqqa uchirganman. Haqiqatdan urganim, bir marta axloqqa uchirganman. Juda ko'p bo'ldi. U bola o'zi taxminan istagandan bo'lsa kerak. Istagan katta bo'lmasa. Chunki 15 yillar bo'lgan bu voqealarga. Lekin urib bo'lmaydi bola. O'sha paytimda men yaxshi o'qituvchi bo'lganman, lekin metodikam yaxshi bo'lmagan demak. Men unga hayotni tushuntira olmaganman. Endi o'zi natsa, men keyin ko'rdim bolani. Juda xursand, men bilan yaxshi gaplashdi. Lekin PlayStationdan o'sha vaqtda dendixonada dedilar biz vaqtida. Dendixona shu men uncha tushunmayman. O'sha yerdan chiqarib akka urganman-da. O'sha yerdan chiqarib akka urganman. Noto'g'ri qilganman. Lekin o'zi to'g'ri qilganman o'sha zamonasiga qarab. Lekin hozir hisobga kitobat kelganimizdan noto'g'ri unga hozirgi mansub bo'ladigan boshqa bo'lsa, boshqacha maslahat bergan bo'lardi unga. Satib misol sho'rini so'rayapman. Yine misol uchun shu vaqtimda bola ko'rdi sizni, to'g'rimi? Halam urgan ekansizda, balkim to'g'ri yo'lga qaytgandir, shu urganingiz uchun ham degan joyi bo'lgandir, balkim. Shu o'rinda hozirgi vaziyatdan chatsa bo'ladi. O'rnidan hozirmi? Hozir o'rnidan boshqa narsa qo'yib bergan bo'ladi. O'rnidan boshqa narsa? Masalan, u nimadan gap chiqib turibdi? Vaqtini behuda sarflash bo'lib turibdi, qiziqarli e'tiborni boshqa narsaga sarflab ketdi. O'sha nimadan gap turibdi? Masalan, tashxisni to'g'ri qo'yadigan bo'lsak, o'sha tashxisni o'rnidan boshqa, masalan, aytaylik, ko'ngilochorlikdan gap turibdi. Normal, ko'ngilocharlik bo'lib turibdi. Boshqa narsani qo'yib bersa bo'ladi. Masalan, holatiga qarab turib. Futbol o'ynaydimi, masalan, kelib turib, futbol o'ynaydigan bo'ladigan bo'lsa, balki uni o'shanday bir narsaga sarflash kerakdir. Futbolga murojaat etish kerakdir. Nechik darajada yetib, masalan, men qo'rqib ketadigan nima bor? Tushunmayman unchalik, to'g'risi. Lekin bilaman taxminim bo'yicha bu yaxshi emas. Kibersportdan tur bor. Yaxshi rivojlanayotir hozir kibersport turi.
Lekin shu sportdan ertaga ro'zg'or boqib ketishiga menimcha men yetmaydi-da. Balkim tushunmasman. Yetmaydi domla, aqlim yetmaydi men unga. Nima qilaman ertaga masalan Giyodan so'rasam, Giyo qanaqa qilib nima ish qilasiz desa, kibersport bilan shug'ullanaman. Nima u desa, o'tirib narsa o'ynayman deyman shunda. Misol aytaversin, zarar yo'q. Undan pul topsa bo'ldi. Ya'ni normal odam bo'lsa bo'ldi. Lekin ishonchim kamol u 30-35 yoshlardan bo'lgan vaqtida tambuk qiladi u. Chunki u yeberadi u sportdir. U zararli-ku sport u, lekin zararli qahva. O'zi sport sog'liq uchun xizmat etishi kerak bo'lgan narsa-ku. Jamiyat shuningdan talab bir narsa ko'payaveradigan bo'lsa, shunga yo'l ochilaveradi. Talab ko'payaveradigan bo'lsa, yo'l ochilaveradi. O'zi bizning jamiyat emas, bu dunyo qabul qildi buni kibersportda. Dunyo qabul qildi, chunki dunyoda bu talab ko'payib ketdi bu narsaga. Hali biz endi qabul qilmayin, qilsak ham axloqimiz yo'l qo'ymay, shundayroq bo'lib turibdi. Lekin bu men aytchakman, urush yaxshi emas. Doğrusu men agar ko'rib o'tirgan bo'lsak, qaysidir o'quvchim urgan bo'lsam, ko'p unda bo'lmayman, lekin g'ayratim shuning kuchli. Men kechirim so'rayman shogirdlar. Men aniq, men pushaymonman. Agar bir shappat, yarim shappat degan bo'lsa, ukalar mendan rozi bo'ling. İşonchim kamol bironta odam mendan sho'xacha netmagan, uning bir ish qilmagan. Lekin men noto'g'ri qilgan ekanman. Mening bolam hozir 16 yosh, 17 yoshga to'lgan vaqtimda bu narsa aynab turibman. Men bolam bir ursa yoqmaydi. Men bolam ta'kidon bola emas. Rost. Mening bolam mening o'g'lim. Va birontanga qo'lim deyishi haqqim yo'q. Men o'zi aytib boraman, masalan, sizga azab boraman. Yine shogirdchilikka sizga deyman. Ursazam men aytib ura qo'ying yaxshi. Uning yaxshi emas, siz beraman ertaga masalan qiziqishi bor, siz beraman. Menga aytmasin lekin. Lekin dadang aytmada bo'lmam. Shunday muhabbat qo'ysinki sizga, qo'ysin shuni qilib bering siz. Bir shappat, yarim shappatni janingni aylaning ustozim deb beradigan darajada qilib olsangiz deb kelib turasiz. Lekin men ham bo'lsa, men qalbim og'riydi ukalar. Ertaga bolangiz sal kattaysin, bu boshqa narsa ekanda, umuman boshqa narsa. Shunda bir gap aytib o'tayim men. Men ham 7 yil podkast tayyorlagan bo'lsam, 7 yil ichida men ham urmaganman emas, haqiqatan urganman. Lekin unda deb kelib to'jadigan darajada urmaganman. Shappat bor, usta shappat bilasiz, usta shappat degan narsa bor. İşte urilgan. Bu narsa metodika xuddi shu narsa bo'lishining sababi bizlar ham shu narsada tayyorlanganmiz. Tayyorlangan vaqtda bizlar ham ustozlarimiz shunday aytgan. Shundan qolib ketganda, lekin men siz aytgan gapingiz quvonarli joyi shundaki, men har bir shogirdimga individual shug'ullanib, har biri bilan o'zi bilan suhbat qilib turib, netding deb shuna ozgina baribir bo'ladi. Yoki shunday bo'lgan taqdirda ham shunday bo'lgan narsa bo'lsam, hech qaysi ota-onam ham ismagan. Sabab aytmaylar hech qaysi. Mendan bo'lma, biron marta bo'lma. Usta, qarang, mesela yosh vaqtdan bola kimdan tahqiq ko'rishi kerak esa? Bola tahqiq ko'rishi kerakmish? Umuman kerakmi shunda? U qachon jangchilik Endi ishga giramiz. qobiliyatiga ega bo'ladi. Yani umumiy balans berdik. İşga giramiz endi. Kerak. Aşı kerak. U kimdan qachon Ya shu gap bizda eshitasim yo'qdanmi? Tushuntiribsiz? Uni yani da'vat bo'lib qoladiki, ota-onalar urishing kerak degan gap bo'lib qoladi. Boshda urmasin, tushuntirib bering. O'shani aytibman, bu bolani urib tarbiyalab bo'lmaydi. Lekin исключительный yerlar bo'ladi. Masalan, buning joyi bo'ladi. Qilingan jinoyatga yarasha jazo bo'lishi kerak-da. Jazo qilingan jinoyatga yarasha bo'lmaydigan bo'ladigan bo'lsa, takror bo'ladi. Shunday holatlar bo'ladi masalan. Aytaylik, bir necha marta tushuntirishingizga qaramasdan ukasini bog'chadan oldidan bar o'zing uyga boraver dedi-da. O'zi PlayStation'ga ketdi. Sen aytaylik deb turibman buni. Sen yoqlantirgansiz bu necha marta. Men bilmadim, buning vaqtida men o'sha uslubdan foydalangan bo'lardim. Chunki men o'zim shu uslubda yeganman-da, opamdan tayoqni. Bu haqida bir chiroyli nima bor, odamlar ko'p yaxshi ko'rgan uni.
Zor urgan ne yapalım bizani? Acayip urgan. Şu yıl aşağı dedik o. Acayip mevsimi bu ha. Lekin oynanıp karasam hataya mı şunga yarasha bu ya. Kasasındırganım, onun için emas. Ve sanaqlı bir 6-7 mərtə təkiyən buladan bolsam, hazır oynanıp karasam 10 mində urgan. Sen bir mərtə 60 saata gittik kalma. Ben şöyle uyum bu ya. Şavat inemde ne kanal. Sen bir mərtə 60 saat kanala gittik kalma. Saç çıkayım ben bir. 200 saat. Ve gelsem uyda hemmeler giyen yinlalığın. Melisa xavratıradan Telefon yok. Telefon yok. İğne mi gittik kalma. Bunda yiyeceğimi ben sana. Yaxşı olan. Ve bu normal. Ben için o şu vaxtında. Hazır bilmədim. Hazır ballarım şunu etse, benim şunu etsem gerek. Xuddi shu narsa mendan bo'lgan. Ya'ni Ben lekin boshqa narsa so'raysiz ekan. Evet. Qarang, maksimalni men shu ota-ona ustozdan kaltak yemaslikni tarafdoriman, lekin meni ko'zim az doğru aytadigan bo'lsam, bolalar bir onni bir yig'laqroq ko'rinib turganim, balki men xato qilib turganmandir. Katta xato qilib turganmandir. Ya'ni bu borishda tayoqqa chidamadigan avlod ertaga bir kun qattiqroq naguzka bo'lsa sinib qoladigan avlod shakllanmaydimi? Ko'chada ham chunki urushlar bo'lsam, bilan urushsam, urush bilan turibdilar ko'chada. Bolalar bundan bir urush kaltaklanish ham to'xtab qolgan. Lekin borib yana men so'rayajak narsam o'zi erkaklik degan narsa o'sha narsa shaklanganmi? bo'ladi Shakllanishi kerak. Her bir cemiyette bu yanında, bizden cemiyetten şunun olan gelecekte. Şertlemez hemen mert bulur. Mesela siz hazır trenajörün yerlere barıp görün. Yaşkına bollar dürttü. Kork gideceğiz yandan. Ya ki ana Muay Thai var. Ben barğanma Muay Thai'deki ballarını görgenme. Özüm leks okumaka barğanma. Kichkina bollar. Qo'lni uzatsang shafar dört tarafingni uradigan bolalar. Qaysi nuqtasidan qaraydigan bo'ladigan bo'lsa, o'sha yerda odam ko'p. Qaysi nuqtasidan qaraydigan bo'lsa, hamma ham shunday bo'lgan. Hamma ham shunday bo'lganda. Nuqtasidan qarab turib, qarasangiz ko'p. Universitetga borsangiz o'qiydigan, hamma o'qib yotdimi ekanda bo'lasiz. Universitetni o'zi umumiy narsadan balansidan qaraydigan bo'lsangizda, Sultonbog' boradigan bo'lsangiz, voy deysiz, bular bu masalan aytib turibman. Bu hammasi moyofkachi bularni deydi. Boshqa narsa deyishsa ekanda, hamma ziyoratga keldi ekanda. Moyofkachi. O'sha yerni qarab ketadi bu narsa. Qo'rqmang. Bolangiz yani 70-80% o'ziga o'xshaydi. Aryan tarafi 30% tashqi muhitda qolmasa 70-80% o'ziga o'xshaydi bolangiz bari. Odamlar psixologlara qatnab boshladilar. O'zini misol uchun dardini shular aytib boshladilar yoki bo'lmasam umumiy holatda shu narsa urfga chiqib boshladi va bu psixolog o'zi kerakmadi. Maktabda misol uchun maktab psixologi bo'ladi. Bolani tarbiyasi bilan shug'ullanishga harakat qiladi u ham. Nechun o'zi har bir ustoz o'zi shu narsani bo'yniga olmaydidan maktab psixologi oladi uni bo'yniga. Ustoz aytadi, mening bolani tarbiyasi bilan shug'ullanishim shart emas. Men ta'lim bersam bo'ldi. Hozirgi ko'pchilik ustozlar Shu narsa guruldan turibdi o'zi. Shu narsa bo'lib turibdi-da. Ya'ni turibdi o'zi. Maktablarda sen balanga qaraymi yo boshqa narsaga qaraymi? Men ham o'zimning hayotimni, o'zimning dardimni qo'ysang, men o'rgansa shu narsani o'rgataman men. Bo'lmasa tarbiyasi bilan o'zing shug'ullan. degan gap bo'ladi. Maktab psixologi bo'ladi. Yoki bo'lmasam odamlarning o'zi katta, misol falon pulni to'lab turib, psixologga borib turib, shu gaplarni gaplashib o'tirishligi, bu oilaviy yoki bo'lmasam o'zi shaxsiy chegara degan tushuncha bo'ladi. Psixologiyaning o'zidan muhim narsa. Shaxsiy chegara yoki bo'lmasam shu narsa bor. Bir ikki narsani o'qib ko'rganda bo'ldi shu narsa. Ya'ni bu narsani jab qaraysiz degan savol bor menda. O'zi psixologiya kerak. Felsefetinde hem gerek, cemiyette hem gerek. Çünkü o'sha adam ki ihtiyacı var da ona. Mesela şu birava açışı gerek. O'zi bu nimadan gap chiqadi? İnsanlar bir-birini eshitmagandan gap chiqadi. Hamma gaplab yotdi hozir. Bir-birini eshitmaydi. Eshitadigan odam bo'ladigan bo'lsa, bir-biriga ehtiyoj bo'lmaydi. Psixologga ehtiyoj. Psixolog ham o'zi aslında eshitib o'tiradi. Ularda qoidasi bo'yicha men ham o'qiganman psixologiyani. Qoidasi bo'yicha maslahat berishga haqqi yo'q ularning. O'zi shunday. U eshitib,
yengiltisini tartib, yine bu variantlardan foydalanıp görün diye tavsiyeler beradi. Bunun diye nesine bilmeydi. Ben indi tushuncham bu. Yana xafa bo'lmanglar ustozlar. Real ustozlarga aytib turibman buni. Psixologiyachi ustozlarga, ularni ham agrotini tashlatish niyatim yo'q. Endi gerek bu jamiyatga deganim diyon bo'ladigan bo'lsam hozir yoppasiga emas. Agar masalan shu palan millionlab pul borib turgan bo'ladigan bo'lsa, demak shunday odam bo'lsa. Ustoz, как раз zo'r savol kelib qoldi menga. Endi ruscha aralashtirgan uchun Aytay. O'zimizdan bor ishdi. Farzandimni ustozga berajak vaqtimda qaysi ustoz bilan suhbatlashish jarayonida nimalarga e'tibor qaratishim kerak? Qo'llanma yozib o'tma. Ustoz qanday bo'lishi kerak degan. Ustozlarga tushuntirish maqsadimda emas. Eslatish maqsadimda. Eslatish. Uka shudan boshqa sigirda kelib qolsa hozir demaslik kerak-da ustoz. Shogirdga. Ha, tushundingizmi? Tushundim. Ustoz shogirdining yonida yomon xulqlarini gizlashi kerak. Va bu shogirdga ham ozgina farosatdan ham dezib qo'yish kerak-da. Bolam bunday qilmaslik. Masalan, men ustozim bor, 23 yildan beri shogirdman. Ustozimning laqabini bilmayman. Bo'lishi kerak-ku laqab. Qiziqmagan mana hech qachon. Chunki menga kerak ham yo'q. Ustozim masalan sinfdoshlari, jo'ralari hazillashib boshidan bo'lsa, men durmaslikka harakat etaman u yerda. Chunki ustozim ular. Mana endi hijrat chek qo'yishni istamayman u narsani. Ustoz masalan qanday bo'lishi kerak degan narsalar aytib turishga qarang. Birinchi men farzandim beratirgan ustozni nishatib analiz etsam bo'ladi. Savol. Ha, mana shu hislatlarni aytib turibman-da. Birinchidan o'zini namunat ko'rsatmasligi kerak ustoz. Chunki namunalikka yaramizmi, yaramizmi? Namunat ko'rsatmaydigan bo'ladigan bo'lsa, to'g'ri yo'lni ko'rsatadigan bo'ladigan bo'lsa, oxirida partiyasida masalan bergan usta partiya deydi, usta cho'pi deydi. Usta shu mavzularga kelib turibmiz biz bolalarimiz bilan. Usta cho'pi, usta narsa degan vaqtimda inoq bu gaplarni aytib bilsa-da, bolam, menda yurgan kamchiliking, xatam, noto'g'ri narsa bo'ladigan bo'lsa, bularni ama bolam. Bularni ama deb qaysi kam ustasi bo'lishini qat'iy nazar buni. Masalan, men ham berjakman bolalarimni shogirdchilikka, shunga axloqidan qo'rqib turibman. Xulqidan qo'rqib turibman. Ustozini o'tib qo'yadi-da, o'tadi-da ustoz. Ustozini o'tadi. Ustozi axloqli bo'lgan odamga bergan ma'qulroq. Agar ustozi so'kak bo'lsa, bolam so'kak bo'ladi to'g'risi. Normal qabul qilib qoladi bo'lmasa shu narsalarni, shu holatlarni. Ustozi ozgina noto'g'ri yo'lda bo'ladi bo'lsa, o'shanday bo'lib qolishi mumkin. Yoki shu narsani me'yor, ya'ni normada qabul qilish ham mumkin. Ustozimda bor-ku, bunday narsa bo'ladi ekanda qabul qilish ham mumkin. O'shani ustozi to'g'ri tushunib beradigan bo'lsa, beraverasiz. Demak, ishini ustosi, lekin og'zi sal yomonroq va sal ishi bilmayroq, lekin qadriyatlari kuchli ustoz bo'lgan. Qadriyatlari kuchli. Bo'lishi mumkin. U ya'ni men bir narsa ayting. Yani sel geldiniz işten açıdan tokalatın gittiniz. Bu yerden ne diyecekme? Mesela ben bağlarıma ait ama yani okuçularıma. Ben sana nemune mesmen diyeyim. Bize de şunun nesi vardı? Böyle bir akıllı yapıp durgan olsa. Yani ben ada bağlakta konspektten faydalanamam ku. Ustazlarını yap bu var. Dersliklerden faydalanamam. Yapıp dursam özüme karattırıyorlar. Siz dedi hakikatten şu işlerini kılmak almaz. Balam maytaman gap men hakkımda emas. Gap büyük inson hakkında getirdi. Sen ham shunday bo'lsang, men ham shunday bo'lishga harakat qilsam, hamma shunday bo'lishga harakat qilsa, shunday yaxshi bo'ladi. To'g'rimi? Masalan, siz mendan kamchiligim bilan birga olsangiz, sizni shogirdingiz sizni kamchiligingiz bilan oladigan bo'lsa, uni shogirdi nima qildi uni yerda, nima qildi edi? Demasda, inson degan tushunchaga, buyuk inson degan tushunchaga qaraylik. O'sha tushunchaga qaraylik hammamiz kopyani shundan olaylik. Kopyadan kopya emas. Bunda bular olib oladigan bo'lsak, olayda hech qolmaydi-ku orqada axir. Apoq bet bo'lib qoladi unda. Buyuk inson degan tushunchaga qaraylik. O'sha aytib turibman, ustozning xatosi, kamchiligi bo'lishi mumkin. Undan hunarini va yaxshi xulqlarni olib biladigan darajada bo'ladigan bo'lsa, olish kerak. Bersa bo'ladi ustozga. Hech kim ham kamchilikdan mustasno emas. Men ham kamchilikdan mustasno emasman.
xatolardan mustasno emasman. Bu dedim hech kim ham deb turib men tabii o'zim aqlijekdan ko'rinib qolmasin. Men boshqalar bilan ishim yo'q. Men harakat etib turibman yaxshi inson bo'lishga, yaxshi odam bo'lishga, yaxshi o'qituvchi bo'lishga. Men o'ylayman boshqalar ham shunga harakat etadi. Bolalar ham shuni tushuntiraman. Hozir bolani tarbiyasida shu yerda yana bir narsa aytdim, qiyin bo'lib qoldi qarab. Nima qiyin desa, avvallarda bolani oldinda namuna kam bo'lar edi. Ya'ni orzu etish odami kam bo'lar edi. Doisi uchastkovoy Milisa bo'laman. Mesela soni kam. Doisi uchastkovoy, amakisi direktor, akasini ukasi direktor, yana plankasi yana bir yerda ishlaydi. Mana shu 3 ta odamdan qarab turib kesib tayyorlarlar-da. Bola. Qaysini bo'lsa shun. Hozir bola bechoraning oldida millionta baqli janr turibdi-da. Millionta. Van chiqib men baqlaman deyapti, olg'a chiqib turib men paloncha pul topaman deyapti, bu bunday deyapti. Bola bechora nima qilsin? Shorta telefonini olib blogerlarga o'tib borayotir. Chunki u o'ylab turibdi, shunday deb o'ylab turibdi. Lekin hozir yine 2 yil, 3 yil masalan dan keyin 3 yillarda blogerlarimiz uchun haqiqatni aytib boshladi. Qay buning kar emas bu. Buncha pul topib turganimiz yo'q. Bu noto'g'ri. O'zi normal bu narsa aytilib turibdi. Palonsonning pul topamiz. U palonchalik bo'lsa ham buning bo'ladi. Chunki auditoriyalar ma'lum bo'ldi-da hozir. Siz ko'rasiz auditoriyangiz ma'lum, meni ko'radigan auditoriyam ma'lum. Showmenniki ma'lum auditoriya. Reklamalar ham shunga qarab ketadigan bo'ldi hozir. Ketgan vaqtida. Sizni ko'radigan auditoriyangizni reklama beruvchi odam to'xtam buni kimlar ko'radi o'zi? Qaysi auditoriya ko'radi? dedi. Meni ta'limga oid maktab direktori görmeydi mesela ben. Unga yeterli o'zi. Meni bolasi bor ota-onalar ko'radi. Bolasi bor ota-onalar ko'radi. Hikoyalarni yaxshi ko'radi ular ko'radi. Bo'ldi. Ovqatim ham nim katta bo'lib yotmaydi mana. Oyna 1 million, 1,5 million boradi. Bo'lgan vaqtimda. Umumiy prosmotrlar soni. Bo'ldi. Düşünce tutmak qiyin bo'lib qoldi. Yakunda как раз Instagram'a qo'shib qo'ygan savolim bor. Shu как раз shuga keldik. Bani? Hozir amma axborotga keldik. Instagram ochishingizda turtki nima bo'lgan va hozir Instagram bugungi kunda sizni daromadingizni endi u to'g'risi xato. U so'rash xato. Men pulni sifrasini so'ramayapman. Daromadingizni ko'tarilishini sababchi bo'lib bildimi Instagram? Bo'ldi. Maqsad ham shu uchunmidi? Yoki muayyan bir auditoriyani globallashtirish uchunmi? Mesela ben Instagram açkan vaqtim 5 yıl oldu. 5 yılda hozir deyarli 5 yıl bo'lib qoldi. 4 yılda o'tdi. 5 yıl bo'lmagan bo'lsa, men Instagram ochganimda mening tushunchalarim yo'q edi. Masalan, shaxsiy brend, bunday degan narsalar. Tushuncham bor, lekin hozirgi dunyoqarashda masalan, hozir ham meni dunyoqarashim u yerda sizlarnikidan past. Chunki sizlarda u bo'yicha baza yetarli darajada-da. Shunchaki ochilgan, o'zimda ishoniy faoliyat bor degan narsalar ochilgan u narsa. Ochilgan vaqtimda. Keyin borib ustingizda ishlaysiz-ku. Ishlasangiz qarasiz, shaxsiy brend degan narsa shakllantirish kerak ekan. Odam o'z ustida ishlashi kerak ekan. Qarasam bunday ekan. Men yoshroq vaqtimda bundan ham shijoatli o'qituvchi. Masalan, aslida olib qaragan vaqtimda. Haqiqatdan meni darsimda endi ko'p menda berdim. Noto'g'ri bo'lmasin, lekin darsimda bola ketadigan bola bo'lman. Ya'ni ichim qisdi meni, uningda ham bo'lma, hech qachon bo'lmagan. Lekin Instagram haqiqatdan daromadimga ta'sir qilgan. Instagram o'zidan bir so'm pul foyda topmayman. Chunki men reklama olmayman. O'zim kurs shaxsiy brendimni yuritaman. Undan o'quv markazlari ham chaqirsalar 1-2 so'm pul beramiz desa, olmayman. Nechik kadr ekanligingizni bildirishga yordam bergan. Hava, nechik kadr ekanligim. Va bu yaxshi. Agar men o'sha bu yerda aytaman. Blog deydi-ku, endi blogerni o'zi blog yuritish kerak. Nimasi bo'lsa, o'zini shu narsa. Ustalar bo'lsa, ustalar yuritishi kerak. Zamon talabi bu. Bolalarim ham aytaman, men va ota-ona seni qo'lingdagi telefonga qarshi emas. Undan samarali foydalanib bilsang, biz xursand bo'lamiz. Foydalan qarab bunu. Pikini açık. Qani telefonlarni yaratib tashlasalar bolalarda. Lekin foydalanib turib. Lekini bor. Hazırlıkça.
Lekin biz albatta yaxshi bolalarga erishamiz. Bu filtrda o'tadi deysizmi? Qaysi? Instagram. O'tadi. Qachondir bezamizmi? Yo'q, odam diniqlashadi, o'zine kerak bo'lgan narsani topib qoladi. O'zi yana aytdingiz-ku, o'zi уже ajraldi, ajralib boshladi, bo'ldi. xatolar o'tib boshladi. O'zi marketologlar ham bilib boshladi, kim reklama berish kerak, kim qaysi bloger, kim ish ekan. Shu aytchakim, reklama olmaydigan qatlam chiqib ketib, o'zi sifatli kontent qilib, keyinchalik ham natijada bo'laysizmi yo borgan sari boraveradi deb o'ylaysizmi? Yo'q, qoladi. Shunday birinchi variantida qoladi. Bir harakat etib ko'radilar, bir harakat etib ko'radilar. Keyin maksimalniy bashkanachilik etib ko'radi. Undan ham bashkanachilik etib ko'radi. Endi yechinib chiqishning iloji yo'q-da. Keyin baribir qoladi. Javobgarlik bo'ladi. Endi qoladi u keyin, iloji yo'q. Chunki boshqa variant qolmadi. Chunki yo'q-da, salohiyat yo'q-da unda. Men salohiyat yo'q. Men o'zim o'tirib har kun hikoya tuzolmayman men o'zim. O'qishim kerak. O'qimasam bo'lmaydi. O'qimagandan keyin g'oyat tugaydi-da. To'xtaydi. O'zingiz ham ishlamang ko'ring ustingizda, qatib qolasiz. Domla shuning qahir. Shu masalada shu. Har narsa uchun tayyorlanish kerak. Ha, yangi narsa topasiz yana tayyorlangan vaqtingizda. Demak, ustoz, sizga yana bir savolimiz bor. Ya'ni ustochib, ya'ni ustopatiyasi haqida gaplashaylik. Ustopatiyasini olish muhimmi, muhim emasmi degan savolni javobi o'zi aniq, muhim. Lekin ta'sirlatib tushuntirib shuni tushuntirib bering, shu narsani qarab qo'ysin, yoshlar bilsin shu narsani. Shu o'rinda bir narsani aytib o'tib keting. Aytolmay qoldim. Ustoz tanlash to'g'risida men bir gapim bor edi. Ustozni ota-ona to'g'ri tanlashi mumkin. Ya'ni kategoriya saralab ketadidan, misol 4-5 ustozni kap beradi. Lekin qolganini bola ko'p berish kerak. Ya'ni bola tanlaydi ustozni. Ya'ni shogird ustozni tanlaydi. Ustoz shogird tanlab bilmaydi hech qachon. To'g'rimi ustoz? Ustoz shogirdni talab qilmaydi deganingizda qaysi nuqtaga qarabsiz? Misol uchun, biliming yo'q ekan yoki bo'lmasa bir narsa ekansan, bir ketmasan, shogird etib olaman desa, yo'q ustoz keling deb kelaversa, majbursiz baribir o'rgatasiz. Sizda shu narsani nima desam bo'ladi? Sizda ixlosi bor shu odammi? Yo'q deyish haqqingiz yo'q o'z aslida. Ya'ni sizdan ixlosi bor odamni, Lekin boshqa narsada qobiliyatini ko'rib qolsan usta. Qobiliyati boshqa joyda qobiliyati boshqa narsada bo'lsa, shu narsaga yo'naltirib berasan. Ixlos senda bo'lsa foydasi yo'q. Ixlos senda u. Bo'lmasa foydasi yo'q deng. Senda bo'lmasa, o'qitib bo'lmaydi. O'qitib bo'lmaydi. Shu savolimiz bor, yana savolingizdan birinchi narsa shu narsa hisoblanadi. Ustoz bilan shogirdning orasida bir ilohiy muhabbat bo'lishi kerak. Sof ma'nodagi ilohiy muhabbat bo'lishi kerak. Bu yerda ustoz shogirdchiligida to'g'ri, masalan, qaysi kasb egasi bo'lishidan qat'iy nazar, malyarchikmi, qassobmi, taksistmi, nechik bo'lishidan, blogermi, nima kor bo'lishidan qat'iy nazar ustopatiya degan narsa bo'lishi shart. Ta'limda bu boshqacha ketadi. Ta'limda o'zi ta'lim eng qiyin pul beradigan janr hisoblanadi. Hayotda-da, masalan, boshqa koringiz 3 yil, 4 yil, 5 yil pul beradigan bo'ladigan bo'lsa, ta'lim bunday bo'lmaydi. Shuning uchun ayol o'qituvchilarimiz ko'p. Ta'lim 10 yilda, 20 yildan pul berib boshlaydi. O'shangacha kambag'al tutadi. O'shangacha ochiq shunday tutadi. Keyin pul berib boshlaydi. Boshqa korlarda sal mingroq, lekin ustopatiya bo'lishi shart. Muhim, ustopatiyasiz bo'lmaydi. Ustopatiya bo'lgan vaqtida topilgan pulni barakati bo'ladi. Ustopatiya bo'lgan vaqtida topilgan pulni to'g'ri joyga ketishi bor-ku. Bo'ladi bu narsa. Agar shu ayting, topib tursiz pulni cho'ta joyga qo'ymaydi tursiz, noto'g'ri yerlarga ketib turgan bo'lsa, bir ustani xabarini berish kerak. Bir ustani xabarini berish kerak. Ustoz bir o'zi umuman bir borib turib ham ko'nglini olib, yaxshi duo so'rash naq bo'ladigan bo'lsam, ko'nglini olib, yaxshimisiz, savqat yaxshimi degan ma'noda qilib turish kerak. Shogirdlarda bo'ladi ustozdan o'tish degan narsa. O'taversin, undan ustoz hech qaysi ustoz xafa bo'lmaydi. Haqiqiy ustoz bo'lsa xafa bo'lmaydi undan. Lekin ustozga odatda bunday narsa bor. Bilsang ham ustoz gapirib o'tirgan vaqtida bilaman demaslik kerak. Bilaman men demaslik kerak. Ustoz gapirib o'tiribmi? Qayta eshitish kerak yana. Ustopatiya muhim, juda muhim narsa. Darsdan keyin qalin sizda gapim bor. Diydun odamlar yo'q-da bo'lasizmi? Qiz bolalar. Ha? Mana shu
ustapatiya deyen ne dursun anamda umuman diplomuna mama adamlar var. Yani boluşu mümkün. Bu cemiyette neler boladı? Dep kirip taşadı baktı internette bir oktuğucu bir bala. Belki bala şunga layıktır. Lekin dep kelep taşaş oktuğucuya yaraşmaydı. Yaraşmaydı onun narsa. Sizlerde köp narsalar hakkında sen bola. Uyat hakkında az gana aytib Ayting ustoz. Uyatni. Uyatni o'zi 10ga bo'linadi. Masalan, to'xtalib o'tirajak emasman. Lekin uyatni o'zi 10ga bo'linadi. Har turli uyat bor. Uyat yaxshi tushunasizlar. Masalan, uyat degan mavzu bo'ladigan bo'lsa, ikkiga tushadi. Tabiiy uyat bor, orttirilgan uyat bor. Tabiiy uyat bu nima desa, dog'ma bo'ladi bu uyat. Dunyodagi eng uyatsiz odam ham bir joyini bosib qo'yadi. Dog'ma u. Bir kichkina bola u ishtonsiz yuradi. Put ayaya bo'ldi desang, kelib qurib yani kichkina ishtonni yeb chiqadi-da. Chunki uyat tug'ma u. Unda bor u narsa. Qolgani o'zlashtiriladi. Qolgani hayot davomida o'zlashtiriladi. Agar bu orttirilmasa, uyatsiz bo'ladi. Orttirilmasa. Masalan, nechik bu desa, Mahmudcha ikkimiz tashkilda o'ynab turibmiz to'yda. Bo'lishi mumkin. Shunday uyatlar bor. O'ynab turibmiz ikkimiz. Men Mahmudchani qaramdan bir qilik qildim. O'yinda bo'lib turishi mumkin. Masalan, aytib turibman. Bunday bir qiliklarni qildim. O'shani siz kamera olib oldingiz-da, qarab. Aytdingiz, ustoz deysiz, gruppa tashimayman dedingiz. Yalvoraman uka. Qo'y deyman. Qo'ysana deyman. Aytma shuni deyman. Nimaga desa, sharaf degan uyat bor bu yerda. Lekin o'zi ham normal turadi-ku qo'y. O'yinda bir insonni o'ynaganda Chadam gördü edi to'yda. Lekin endi ko'rsatganingizdagi holat sharaf degan uyat bo'ladi. Agar menda sharaf degan uyat bo'lmasa, tashib ver deyman. Navdo yarama ya. Nishat deyadi. Nishat deyadi. Uyalmasang haqlarni qil deydi-ku. Uyatni turlari bor buni. Oshuna qiziqdim lekin men. Turi bor uyat. Masalan, istihola degan uyat bor. İstihola degani. Istihola. Istihola qilib turibman, aytmaqa degan. Chekib Chekilish. turibman degan. Bo'lmag'ayku, urug'liklik ishingiz bor. Ana. Urug'likka bordingiz. Undan boshqadan so'raydigan nayingiz yo'q o'zi. Xonangiz yo'q. O'zi so'rashingiz kerak emas, normal, u normal qabul qilib turibdi u narsani. Birinchi klient emassan sen. Birinchi klient emassan. Siz ham bilib turibsiz, uyat emas. Lekin uyalasiz. Ha. Mana shu har bir uyat orttirilishi kerak keyin hayot davomida. Analiz topshirib ko'rganmisiz ayol kishiga? Qarab qilibgan qo'yadi, ayol borib kel dedi-ku. Analizga. Hojatni analizi bo'lsin, boshqa narsa analizi bo'lsin. Aytayotgan vaqtingda to'rt tarafingdan dargaladi. Bu normal qabul qilib turibdi. Mana shu uyat bo'lishi kerak. Mana shu uyatlarni sen biroz tushuntirish kerak. Bolam, bu narsa uyat. Bo'lmasa Polkat gapida, no dedim ya, no demem. Doğrusunu aytdım deb turaveradi. Doğrusunu aytganim ko'rsin, yer bilan yakson bo'ldi. Yer bilan yakson bo'ldi bu, doğrusunu aytganim uchun. Ham yerdan doğruga boytiravermaydi-da. Aytadigan nuqtasi shusi bor. Shu uyat degan narsani ham menimcha ya ayrim davlatlarda, ayrim emas, ko'p davlatlarda darslikdan tashqari o'tiladigan fanlar bor. Masalan, Yaponiyada darslikdan tashqari kurs sifatida kiritilgan. Darslik sifatida endi u ham kurs sifatida kirilgan. Adashmasam, tabiatni asrash degan darslik bor. 4-sinfgacha Nuravoydan bog'chadan boshlanadi Yaponiyada. Singdiriladi. 4-sinfgacha singdiriladi. Umumiy holatda uy qurishlik, yoki bo'lmasam ya atrofni tozalash, odamlarga yo'l berishlik, kattalarga hurmat, hammasi shu bog'cha vaqtidan beri yana gruppoyi yuritib o'rgatiladi. Metodikasi olib chiqiladi. Gollandiyada taxminim bo'yicha o'shanday davlatlarda fermerchilikka moslab bo'lgan darslar o'rgatiladi. O'zini ijtimoiy kelib chiqishidan. Dengiz bo'yi davlatlarida masalan kimyosozlikka asoslangan o'shanday darslar o'rgatiladi. Lekin bizlar ham shunday narsalar kerakdir. Masalan, odob axloq, uyat, farosat, bunga o'xshagan narsalar balkim kerakdir. Lekin qo'shish kerakdir bu narsani. Yana bir nuqtani qilaylik, keyin menimcha bu qolar shu narsa. Bizni o'zbek ta'limini, masalan, bizdagi ta'limni boshqa davlatlar bilan solishtirishni noto'g'ri deb o'ylayman. Chunki boshqa davlatlaringizdan ham maktablar
rasvo yotgan davlatlar bor. Haqlarni davlatingizda. Haqlarni davlatda masalan bir narsani ko'rsatib, mana uyni bo'ladi maktab, uyni bo'ladi. Qaysi maktab? Amerika maktablarida bunday deydi. Amerika maktablaridan ham yaxshi maktablar bor. Amerika maktabidan ham yomon maktablar bor. Amerika maktabidan ham yaxshi bolalar bor, yomon bolalar bor. Qaysi maktab? Yani maktabına eshigini kirishlarni Qur'onni qo'yib kiradigan maktabni nimaga solishtirmaymiz, solishtiradigan bo'lsak. Borku shunday maktablar, girishlarni Qur'onni qo'yadi. Qaysi maktab? Bu Yevropa davlatlarida qaysi maktab? Bu maktabga kirib kelib o'zini konstitutsiyasini otib tashlaydigan maktabmi? Bu ham maktab-ku. O'zbek ta'limi chotki hozir. Kechagidan yaxshi-ku domla. Oldingidan yaxshi. Ishonchim komil, ertaga bundan yaxshi bo'ladi. Bo'ladi, ta'lim to'xtab qolgani yo'q. Ta'lim rivojlanib tutdi. Boryapti va rivojlanaveradi. Ta'lim rivojlanishi hech qachon Yaponiyadan to'xtamagan, Amerikadan to'xtamagan, hechida to'xtamaydi. Shuning uchun men adolatli qarashni istar edim-da bu yerda. Bu adolatli qarashda bo'laman men ham. Shu yerda savol bo'ladi, kelib qoladi. Shu savol berishim kerak edi. Xususiy ta'lim bilan davlat ta'lim haqida. Shu o'rinda bo'ladi. Tabaqalashishmi? Endi bu tabaqalashish emas bu yoyinki tabaqalashish bo'lishi mumkin. Lekin baribir farq razisa bo'ladi. Ikkisidan farq bo'ladi. Shu o'rinda siz farzandlaringiz baribir xususiy ta'limga barib qo'yganingiz yo'q, bilaman. Menimcha. Ya barib ko'pmisiz? Yo'q. Birisi bor, kichkinasi. Kichkinasi. Kattalari davlat maktabida. O'zingiz davlat maktabida ishlaysizmi? Yo'q, xususiy maktabda ishlayman o'zim. O'zim xususiy maktabda ishlayman. Birinchidan bunday aytaylik, balkim xususiy maktabda o'qitmoqqa pulim yetmasligi mumkin. Yetmasligi mumkin. Chunki ikki o'g'lim birinchi turibdi. Men o'qituvchiman. Yaxshi, masalan, topishim yomon emas, yetadi. Lekin yetmay ham qoladigan vaqtlari bo'ladi. Qarz o'chaq, ijtimoiy hayot bilan teng bormasangiz bo'lmaydi. Bunga o'xshagan narsalar bo'ladi. Balkim shuning uchun men qo'yganligim didon bo'ladigan bo'lsam, buni yanında deppadang maktabni ta'limi ham meni qoniqtiradi. Davlat maktabini ta'lim. Masalan, men o'zim kontrol qilaman bolalarim. Men vaqtim bor. Bolalarim, masalan, kecha katta o'g'lim, shu farosatni yozgan o'g'lim, kitobxon ko'rik tanlovlarida birinchi o'rin 500 ming so'm keldi. Ustoz sizdan misol keltirish xato lekin. Ustozdan misol keltirish xato. Ustozdan misol keltirishim, ustoz Oddiy odam. fikrini so'rabdi. Men bu narsada misol uchun qarang. Men o'z aslida navda bo'lishim kerak. Men o'ylaydigan fikrim davlat maktabi bilan xususiy maktabdagi farq faqatgina sharoitda bo'lishi kerak deb o'ylayman. Tushunaymi? Faqatgina sharoitda bo'lishi kerak. Ya'ni ta'limida, imkoniyatida emasda. Yo'q, o'zi shunday ham. O'zi shunday bu. Masalan, bir narsani aytayim. To'g'ri, ta'lim ham farq etadi. Men ham u yerlarida qaysidir nuqtalarni farq etib qolaman. Masalan, xususiy maktablardagi kadrlar tayinlanishi ham shunga loyiqdir. Masalan, aziyat to'shalgandan ancha-muncha beradi. Savolnomalarda o'tadi, dars o'tkazadi, u o'tadi, bu o'tadi. Keyin xususiy maktab bo'lgandan keyin 1 yildan keyin siz bilan shartnomani uzadi. Siz yaxshi dars o'tmadingizmi dedi. Qo'ying dedi. Men rahbar bo'lib ishlaganman. Bo'shatilmaysiz. Chunki qonunchiligimiz yo'l qo'ymaydi unga. Sen o'zing bo'shatilmaysan. Asosi bo'lsa ham yo'qida bo'shatilmaysiz. Yana asosi desam bo'shatilmaysiz. To'xtab turib unga qayta ishlov, bir narsa. Bunday kamchiliklar haqida hech to'xtalajak emasman. Lekin xususiy maktablar bo'lgani yaxshi. Bo'lgani yaxshi, men uni tarafdoriman. Men bolalarimni bermay qo'yganligimning sababi birinchidan meni qoniqtiradi. Davlat maktabi kichkina qizim doğrusu o'zingiz ham qizi, u sal qiz bolalarda sal boshqacharoq bo'lgani uchun men aytganman buni xususiyat beraman. Bundan buyon xudo xohlasa, nima desam ekan, kambag'al degan tushuncha yo'qolyapti-ku. O'rtamiyona bo'lib qoladi. Qolmayapti hisobunda. Xudo xohlasa, yaxshi bo'lib qoladi. Jamiyatimiz o'sish katta. Yo'qchilik ko'rmin ulg'ayish oqibatlar kelishi mumkin yoki zo'rmi? Anozda Balzakning aytgan gapi bor. Agar kambag'allik qancha qimmat bo'lsa ham, uni bolaga sotib olib berish kerak deydi. Bu tarixdan iqtibos ekkalagan vaqtimda
arqayın bo'laman, chunki u sinovdan o'tgan yillar davomida. Bo'lmasa sinovdan o'tmagan bo'lsa bizlar yetib kelmasadi u gap. Biz yetib keldimi? Demak, u qo'llanilgan u. Qo'llanilgan va ekan. Komfort zona yaxshi ekanligini hammamiz bilamiz. Zararli ekanligini ham butun dunyo bugun isbotlab bo'ldi. Bizlar ham qisqa muddatli ichida, masalan, so'nggi 5 yil, 10 yil ichida isbotlab bo'ldik uning zararli ekanligini, komfort zonani. Lekin ilojimiz yo'q. Siz ham men ham komfort zonaga kirib qo'yapman. Bizlar hozir antivirus kerak o'zimizni ustimizda ishlashimiz uchun. Kerak bu narsa. Kompyuter o'tirgan bo'lsak, sport yoddan chiqib ketdi. Shaxsiy sog'lig'imiz yoddan chiqib turibdi. Yoqmaydi, yalqovlik, boshqa bolalardan ham kambag'allik qursin, kambag'allik yomon narsa. Lekin gahida kerak ekandan qarab. Bolaning tarbiyasida gahida kerak. Yashab ko'rsatishim kerak shu narsani. Sun'iy uyushtirasiz. Chatib. Masalan, men sun'iy uyushtirmayman, lekin bu narsani yaxshi deb o'ylayman. Bolalarimni qarzab turaman. Masalan, qarzab turaman. Qarzab turaman dedim. Bolalarimda masalan 500 ming so'm, 600 ming so'm pul bo'lib turib, menda pul qolmaydi degan emas. Menda restoran pul qolmaydi. Restoran pulim bo'lmaydigan holati bo'ladi. Men aytaman, necha so'm puling bor deyman, dada, 30 ming so'm, 50 ming so'm pulim bor deydigan bo'ladigan bo'lsa, Bundan ortiq ne bo'lmasa kerak. O'rinda nechki bo'lib qoladi. Misol uchun qarzda yana men noto'g'ri chiqib ketdim. Olib turaman, keyin beraman. Tushundim men. Men tushundim. sen tushunding, Qudan, lekin mening holat borda, farzand uchun ota super qahramon-da u. U sinmaydi, ya o'tda yonmaydi, suvda cho'kmaydi u narsa. U bo'lsa mayli hayotni o'rganadi, lekin farzanddan qarz olishlik, farzandni oldinda misol farzand akam mendan otdi, akam meniroq ekan deb qo'yishlik bo'lmayman ekan. Men bilmayman, men yosh otaman hali. 2 oylik farzandim meni. Farzandim hali 2 oylik. Men yosh otaman. Ammo otam misol men to'g'risi qiz bo'lganligi uchun ham bilasiz qizni. Oldinda men o'zimni super qahramon etib ko'rishni xohlayman. Lekin yo'qchilikni tarbiyasi boshqacha bo'ldi. endi to'g'ri, men javobim bor. lekin yo'qchilikni ham ko'rsatasan. Yo'qchilikni masalan men sun'iy etib turganim yo'q. Tabiiy chiqib turibdi menda hozir vaziyat. Lekin qahramon, ya'ni o'sha qahramon ota narsasini men boshqa narsalarda o'ylaymanki yetarli darajada ko'rsatganman. Masalan, nima deydigan bo'ladigan bo'lsam, qo'pol bo'lsa uzr, yana bir xato uzr so'rayman. Masalan, men atrofimdagilarga nisbatan muhabbatimda men ko'rsatganman. Men bemalol ish o'tirishimda hozir shu masalan bitta uyim bor o'zi, kichkinagina. Agar men singlim kelsadan men uy kerak deydigan bo'lsa, men kelib men chiqib ketib bilaman, bolalarim yaxshi biladi uni. Yaxshi biladi. Ikki singlim bor. Kelib turib men uy kerak deydigan bo'lsa, men deb apa yuring men bilan deb men bilaman. Men ya'ni qahramonlik dejak vaqtimda qaysi hislatlarim o'tishini istayman. Jigari uchun hech nimadan voz kechmaslikni istayman. Pul masalasi juda nozik masala. Men buni bolalarimga aniq o'rgatishni istayman. Men xo'jasidan pul so'rayman-da, masalan, aytaman, so'ramag'aymi? So'ratmag'ay. O'zaki qo'yingizda. Pul so'rayman, men xo'ja xijolat chekadi. Men aytaman, men xo'ja, xijolat chekmang. Menda yo'q narsa sizda bo'lishi shart emas deyman. To'g'rimi? O'zingizdan qarz so'rasa yo'q desa, yana aytadi-ku, bir videolar chiqqan, yig'lab turadi, sen bir umr poddeshga aytgan, bir umr qo'llab-quvvatlagan, jo'ram bir marta qarz so'randa pulim yo'q edi deb yig'laydi-ku. Shunday videolar bo'lishi mumkin. Siz mendan pul so'ragan vaqtingizda mendan pul bo'lmasligi mumkin, pul. Boshqa narsada ko'rsatavering qizingizga. Ko'rsating masalan. Ayolingiz bemor bo'lgan vaqtida ustida durib uxlamang ko'rsating, qahramonlik. Onangiz bemor bo'lgan vaqtida oyoqini o'pib ko'rsating, bemor bo'lmasa ham ko'rsating, qahramonlik nima ekanligini. G'ururdan kechib ko'rsating. Bir oyoqda yoting dejak emasman. O'z aslida oila g'ururdan bilan turmaydi-da. Oila g'ururdan bilan turmaydi. Men prinsiplarga qolishim mumkin. Lekin men bolalarimga bu taraflarni ko'rsatishni istayman. Ochiqni ayting. G'ururdan bilan turmaydi? Ya, g'urur oiladan pastda turadi deb. Ya'ni oila baland turadi, oilaga g'urur ko'rsatilmaydi o'zi aslida. Men tushundim, to'g'ri aytibsiz, Nima?
bunday pastda turadi g'urur, oila yuqorida turadi. U muhim oila. Men doğru tushunibman. Buni men xato jumla ishlatdim o'xshaydi. Balandda turadi. G'urur oiladan baland turmaydi. Busini ko'rsating, qahramonlik. Menimcha shu qahramonlik, to'g'ri emasmi? Asosiy narsa do'st yarimni kerak yerida, kerak nuqtasida turaman, lekin eng yaqin do'stlarim bilan taxminan 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi ko'rishmadim. Eng yaqinim bilan. Eng yaqin do'stlarim bilan 4 oy bo'ldi, 5 oy bo'ldi ko'rishmadim. Telefonlashib turaman. Lekin hozir qaysi yerda bo'lishimdan qat'iy nazar, agar qodir bo'lsam o'shanga vaqt desa men boraman. Men boraman, chunki ular ham shunday aytadi menga. Shardamiz har 6 bozorga o'tirib, sen uchun men duraman, men uchun durasanmi deb kerak yo'q menga u narsa. Jo'nalarım ham kerak yo'q narsa. Ularni eshitmakka ularning vaqti ham yo'q. Sizdan shuning bo'ladi hali. To'g'risi. O'shuning bo'ladi. Men shuncha aytaman, bu nuqtalarda ko'rsating. Puldan voz kechib bilganingizda ko'rsating. Masalan, voz kechib bilganingizda ko'rsating, xatom to'ylar qilmasa. Masalan, men nima deyman balama? Da, masalan, balam deyman. Balkim shu super masterman. Ular istaganning dada emasdirman. Lekin har bir dada bolasini qahramon bo'lishini istaganini men bolalarim qahramon bo'lishini istayman. Va men balamga aytaman, kattasini aytaman, o'rtanchisini aytaman, kichkinasini unga tayyor emas. Balam deyman. Agar deyman, ochliq kelsa deyman. Ochliq kelsa deyman. Bir-birdan noning bo'lsa deyman. Shuni ukangga berdan sen o'l yaxshimi deyman. Ustingda deyman, mardlarcha duraman bolam deyman. Mening mard o'g'lim bo'ldi. Deb duraman men bolam. Sen qo'rqma deyman. Qo'rqmang baravar ukangga deyman. Men deyman, sen nechun qilding? Nechun yorimini berding? Demman men. Beranmasin ukangga deyman. Ukasini ham shuning deb tarbiyalayman. Qo'lingdan bir narsa keldimi? O'zing ochsan yeyasing, barag'ama deyman. O'laver och bo'lib. Ustingdan mardlarcha duraman bolam deyman. Ular unday darajaga tushmasin. Men bir turib aytaman, men ularga shuning deyman. Bir mag'izni nani 40 bo'lib yesin. Masalan, lekin egoist bo'lmasin. O'zim men demasin. Kimgadir davlat beriladi o narsa, kimgadir davlat berilmaydi o narsa. Bir bolam aytaylik BYD'da bir bolam Matiz'da yurmasin uka. Ikisam Cobalt yurversa. Masalan aytib turibman, o'rtadagi summa bor-ku. Zalal yo'q. Birov kap topadi, birov kam topadi. O'zingiz ham yaxshi emassiz. Ancha-muncha pul topib qo'ydingiz, lekin qarzabatga vaqtlaringiz ham yetarli darajada. U pul men shuningda bo'laman dadaning qahramonligini. İşimden mesela gelin biriniz işte bo'ladi, onam validam doktor-poxtara ketadigan bo'ladigan bo'lsa, ishimdan kelaman men 9-8 klass bolalarimni ovqatini yeb o'tirganligini ko'rish uchun yetaqlab berish uchun. Gelib bolam o'tiradigan bo'ladigan bo'lsa, o'zlari aytib biladi. Gelib ovqatini yeb, qonini to'ydirib, bolam girgan vaqtimda har bir bolamni peshonasidan o'pib, chiroyli muomalasini qilib, peshonasidan o'z bolangiz peshonasini o'padi. Peshonasidan o'pib, chiroyli so'rayman, nega bo'ldi? Maktabda nega? deb so'rayman. Men o'zimdagi tarbiya. Yaxshi, oldinmi, oldamayman, lekin men so'rayman ularga. Gapir vaqtida minglab narsalar bo'ladigan bo'lsa, bunday maslahat beraman. Deyman. Kallang ishmi deyman. Ikki shapat yesang ham o'lasanmi shu dursan deyman. Masalan, bunday holatlar bo'lib qoladigan bo'lsa. Masalan, bo'ladi-ku maktabda. Ustoz ham men urib keldim, men urmadi deydigan bo'ladigan bo'lsa, nechun sen urmadi deyman men. So'rayman. Nechun sen urmadi? Qo'rqaman bolalarim kazol bo'lib qolishimdan. Kazollar tarkimaydi-da. To'g'rimi? Ha. Men shu narsani yana so'radim-da, tayoq masalasida. Shu narsani so'radim. O'qituvchi urkatgan bo'lsa deb turibman. O'qituvchi urkatgan bo'lsa, nechun men bolam tarkimay qolishi mumkin? Yaxshi ko'rganimdanmi? Cho'lashib bo'lmadimi hech qilib? To'g'rimi? Shuning uchun qarz so'rayman men bolalarimdan, ertangisi beraman. Ulardan bechora bir kishi pulinglar biladilar. Meni pulinglar biladilar. Shunday degan bir savol bor. Misol uchun qarindoshlaringizda birida to'y bo'lsa, oilaviy yemeyiz bo'lasizlar.
Nəyin cayına qarab. Çayına qarab. Neçə? Qaysı qarindaş? Qarindaşlardan bölünər ki 2-3-4 qismə. Misal üçün sizin özünüzün radnoy ağacını, yəni Tuşxan ağacını. Özü bölünən o. Ava. Bu birinci tayfa. Kitabı var ona gözləməz ki. Qarindaşlar adamı deyəndə kitab var. Qarindaşlar, yaxın qarindaşlar var və yana qarindaşlar deyəni var. Məsələn, yaxın qarindaş deyəndə çəkib vottuğana radnoyları var. Yana qarindaşlar deyəndə əmmə tərəflər. Sizni dayınızı fərzəndləri olsa, fərzəndinizə neçə dərəcədə yaxınlıq болады, doğrumu? İndi mən nə ola bu sualını verib tutma səbəbi ailə ibarəsində dəyişimin səbəbi başda birinci verilən sual bədidir bu. İşdən çıxan vaxtında kim bu əkədə beklə get qamasıq üçün. O danılmaslıqının səbəbi toylara hazır misal üçün ballarına appar mindurğallıqları, indi oturub gəpləşdirməyə appar mindurğallıqları əməsmi deyən sualım var da. Mən kəlməsinə Həmməsinə appar ölüm mən. Həmməsinə appar ölüm mən. Mən düm yaşına etibar etib apparama. Ballarımız ballarımız artıq qarar məsələn Kur toy emas, misal sünnət toy başqa toy болады bəzi bir. Qardaşlarla misal uzaq qardaş bolsam yanında koşub apparırsın, başqa nəsə. Sən ulağana ki aparsan bunlardan yaş bana aparırsın mənim doğrusu. İndi məndə həm yaş falan. İçərisində məsələn mənim ballarım 10-12 yaşar bala. 10-12 yaşar balanı doğrusu apparadan yerinizə sən etibarla qaratış gerek. Məsələn 10-12 yaşar bala toyda cüdə bir bəzim cəmşiddəlik, bəzim cəmşid əvcədədir yəni. Əvcidə olub ketəvərədən bu adam olsa bala, bəli bu nəsəyə yox buladı. Hazır əməz, sən kerak yox bula versin. Uzaq qardaşlarından nədən bilədi? Uzaq qardaşlardan bir şərtmi özü? Oşa bəzim cəmşid etməyin, oturan vaxtından danışdıra qoyun. İndi bu qarang. O danışdırır. Telefonda gör. Doğru, qiynəməz. Nauğa bu savalı bərk tutma. Yəni başqa vaxt işinə gəmi idi. Uzaqraq misal üçün Samarqanddakı adam boş mümkün. Toy olmasa başqa vaxtı gəmi. Toy yoki mərəkə ikisindən birisində gələn də. Uzaqraq qardaş olsa. İlk Emrə sən ayt çəkməm mən. Misal nə üçün ona saytdım? Mən səl ulayğandan keyinəm sizi gəplərinizi eşitdirib ikəmni oturub danışdırışı əlimə çıxdı da. Gələdi. Bu bir öndəki qardaşımız. Birə gecə baxırdı. Gələnəm. Bu adam tanıdın mı dedi. Yox, tanımadım. Mən həqiqətən tanımadım. Tanımındırtma. Bu adam sənə dedi atanı işin tərəfindən gələn adam bir öndə işin qardaşımız var bizdən. Bölük qoyaqsın. Bölük qoy. Bu məndə danışdırılışın səbəbi şu uydan gələn vaxtında hürmət edib kütüb alışı. Özü həm mənə hürmət edib kütüb alışı. Yəni eşlənəndə kütüb duran adam var, içana girzəladan adam var. Aşı nərsəni bölüb bərişlik üçün qılıb qoydu da. Gerek də nəsə var. Qarindaşlıq deyən nəsə gerek. Bala Suloloyu yüzü əslində. Biz əlində uzaq barmıyımız. Bu Xarəzm xalqına məs bir-birindən qarindaş. Bizim niyə qaran vaxtında. Siz 4 bakaliyinə götürülsəyiz, qarindaş boyub dura bilərsiniz. Quda tərəfdən, əmmə tərəfdən, xala tərəfdən. Belə bir yanası yox bu. Bu nədə xalqımızda. Lakin qarindaşlar adabı mühüm. Mən doğrusu nöqtəsinə qarab aparama. Tuşkasına qarab aparama. Əgər aparğanda naturaq buladığım olsa, əlbəttə çıxanın ki tahlil qılama. Vallahi billah. Ana o adam falan indədir ki, deyim. O şey adamı mənə şu gəpi notoğru deyim. Məsələn, inanmıyorum ki gəpi notoğru balam. Özü məsələn qarindaşım olsam. Gıybətdən türü var da, mən sən gıybətə girər miydi? Gıybət nə bilərsiniz? Gıybət deyəni Mahmudcan haqqında ikimiz gəpləşsək də, Mahmudcan o şeyəni eşitib qalıb xafa buladığın gəp gıybət bular. Ne? Maqtasaz xafa bulmaydı ki? Eşitib qalışı gerek, o gıybət, o buluşu gerek. Bu buluşu gerek onda fəzilət. İndi mən çəkmə. Gıybətin özün üçün düzəcək eməsmə? Razı bulasın. Mahmudcanın maşinliklik, əkəllik haqqında sizə xəbər verərəkən mən bu gıybət olmayır. Nəmə gəlirsə, bölünü ayaqlandırış bular. Gəb Şeyx Muhammed Sadıq Muhammed Yusuf'un. Yenə bir insanını uxlatıb qoymasın biz əndil etkan vaxtında. Şimdi təxminən 90% qarantiya bilən bələmə, əgər nədə xatırlaşdığım buladığım olsam, gıybət şündür. Çünki bir anda ayaqlandırış gerek. Şunun nöqtəsi var. İkicə də qeybətə girməydi, əgər də
Yo'q, g'iybatga girmaydigan turlari joylari bor. Masalan, yetkazilgan xavf. Masalan, bu kamera olib ketdi, damlab ketib qoldi. Siz ko'rib qoldingiz. Men buni üstüne açsam g'iybat bo'ladi deb bo'lmaydi Men u. ham nima ishlardan qo'ng'ishlardan qiz so'rab kelsa, ya bo'lmasa giyoh. Ha, yo'q, u g'iybatga girmaydi. U konkret aytasiz uni. Konkret. Shuni deysiz. Bu adliya ekspertiya deysiz. Ama kitap o'tamiz. Demak, kitoblarimizga to'xtaladigan bo'lsak, bu narsani ko'rib o'tiradim. O'zi Instagram profilingizdan ko'rib o'tiradim. 2 dona kitob chiqaribsizlar. Birinchisi Mitti Daho degan kitob, ikkinchisi esa bu farosat, odob, axloqdan boshlanadimi? Ko'rinadi. Ha, odob, axloqda ko'rinadi. Endi agar farosat odobdan bo'lsak, temasi umuman katta tema, u to'xtalishi sal kerak. Mavzusidan to'xtalib o'tamiz. Mavzudan to'xtalib o'tamiz. Farosat odob axloqda ko'rinadi degan kitob yozganman. Bular ikkisi bunday. Egizak bular. Ikkisi bir xil olinishi kerak. Yana bu Daho aql bilan shug'ullantiriladi bolani. Bu yerda. Ya'ni bu odob axloqda farosat odob axloqda ko'rinadi. Masalan, bolangiz uyga kirib keldi, ko'shni g'asr-g'usr bosdi-da, dadasining ko'shini, akasining ko'shini bosib o'tdi-da, o'zinikini qo'yib ketdi, u yechib o'tsa, qarab turib befarosat deysizmi axir? O'sha bola kirib kelgandan ko'shni yechmasdan oldin dadasining ko'shini, akasining ko'shini olib joylab qo'ydi-da, keyin o'zinikini qo'ysin qo'ymasin, keyin o'zinikini yechdi, chetga qo'ydi. Uni biz farosatlidanmiz, odoblar ekan. Axloqlar ekan deymiz-ku. Birinchisidan nima dedik? Befarosat dedik. Ha, demak, farosat ko'rinadi u. Ana u narsa bor. Farosat o'zi ko'rinmaydi, lekin yo'qligi darrov bilinadi dedi-ku. O'shini o'tirib turib, to'xta, axir bu ko'rinadi-ku axir bu. Nega ko'rinadi degan savollar. Men javob berib turibman hozirda. Shopirdatib o'qatingizning yoningizda, befarosat deysiz. O'zi aslida odob bu. Odob buzilib turibdi-ku. Chapillatib ovqatlanishimi? Imladi yesa, imladi. Yo'q, u shopirdatib dedim men. Chapillatib bo'lishi mumkin. Chidaysiz unga. O'ngam chidaysiz. Bir marta, yarim marta bo'lmasa chidaysiz. Shopirdatib vermay deb deymiz. O'zi 5 minut, yarim soat ovqatlanasiz, chidab turing, turib ketasiz, boshqa ko'rishimiz. Uning naslari unga o'zi aytib bo'lmadi. Foydasi bo'lmadi, lekin aytasiz. Aytib qarshi xafa aytadi. Mazali edi. Ben aytib ko'rdim, jo'rabmadan. O'sha farosat odob axloqda ko'rinadi, o'sha. O'tga to'xtalganman va buni ayting, bu 6 yoshli bolalar uchun. Boshlang'ich uchun chiqqan, 1-sinf uchun, 2-sinf uchun, 4-sinf 5, 6, 7, 8, 9gacha chiqadi bu. 10 yillik kurs ishlaganman. Endi men O'zbekistonda 10 yillik kurs ishlagan odam bormi yo'qmi bilmadim. 10 yillik kurs ishlaganman. Bu yil 1,5 yana 2 oyning ichida boshlang'ichdan chiqib bo'ladi. Bu tayyor. Arg'ilari hali nada turibdi. Ishlanmadi. Turibdi. Mitti Daho bu 6 yoshli bolalar uchun mo'ljallangan. Gitti Daho 1, Daho 2, Daho 3, Daho 4, Daho 5 va Daho 9-sinfgacha bo'ladi. Bularni Daho deganda odamlar ko'rib matematikani oldi baridan tushunmasin. Dahochilik yana bir yo'nalish emas. Endi siz tushuntirajak emasman. Shunchaki siz orqali boshqalarga tushuntirajakman. Daho katta narsani beradi bu narsa. Har bir narsani rejamda bor bu narsa bo'yicha. Har bir narsadagicha. Dunyo miqyosidagi odam gapni qisqasi siz ayting. Dahoni nechanchi klassgacha? 9gacha, to'g'rimi? 9gacha. Demak, bu miqyos, Daho degan o'zi miqyos. Men tushunishim bo'yicha katta miqyosdan o'zi aslida. Demak, 9-sinfdagi daholik bu bizda astronomiyagacha, falakiyotgacha borishi kerak bo'lgan tushuncha bo'ladi-da. Ha, boradi. Men yulduzshunoslikni o'rgatchak emasman bolalarga. Yo'nalish. Lekin masalan oy nima, quyosh nima, qanday aylanadi, ha, yer tep-tekis demasin deyman. Ya, demak, bu narsa o'zi ustam geografiya beradi-ku. Geografiya juda ko'p narsani beradi. Geografiyadan tashqari, masalan, men hozir bu narsada nima ko'rib turibman? Bunda soddaroq degan narsa bor. Ha, bazoviy minimum. Minimum bor. Restoranda o'zi aslida restoran odobi deganda bor. Restoranda aslida mijoz bilan ofisant gaplashmaydi. Mijoz bilan ofisant gaplashmaydi. Vilka bilan qashni qo'yilishini qarab turib ofisant biladi o'zi. Haqiqiy restoran boradigan bo'lsa, masalan, vilkani bunday qoshiqni bunday qo'yadigan bo'lsa, keyingi ovqatni akkalda ham bo'ladi. U qarshi chaqirib olib,
Keyingi ovqatni akka indamaydi. Va Xorazmda bizada O'zbekistonda bo'laveradi, zarar yo'q uni. Men gap topib turganim yo'q. Men borganda chiqarib o'tirmanglar. Lekin ertaga katta odamlar bilan o'tiradi bizani bolalar xudo xolasa. To'g'rimi? Prezidentlar bilan o'tiradi, katta tadbirkorlar bilan o'tiradi. O joqda, "Hey, mana qara." Men bizlar bir qo'pol gaplashib boraman. Bunday gap emasin. Bularni ham o'rganib qo'yish kerak. Ovqat mazali bo'lsa millat qo'y, ya'ni ikkisini qo'yib qo'yishlari boradi, u narsalarni ko'rganman. Shunga o'xshab. Masalan, yaqmasa degan yeri bor. Albo ovqatni degan yeri bor. Uka bilan qashni ko'rgan vaqtimda. Men professional emasman, lekin bolalarim bilsin deyman. Masalan, buni bilsin, garderob nima ekanligini bilsin. To'g'rimi? Kim nerani bundan tashqari brend nima ekanligini bilsin. Pulni o'tirgan vaqtimda minimum ma'lumotga ega bo'lsin bola deb turibman. Brend deganimda masalan Gucci bilan Chanelni farqlasin. Bunday o'tirgan vaqtimda endi masalan görüşgan vaqtimda men o'zim emasman, shunchaki aytdim. Görüşgan vaqtimda Chanel $150. Masalan. Hech bo'lmaganda erkaklarnikidan yaxshi duxidan bir 4 ta duxini brendli duxini farqi, ayollarnikidan bir 4 ta duxi brendli duxini farqi. Bularni bilsin deyman bolalarimiz. Gullarda masalan qaysi gul kimga taqdim qilinadi, qaysi vaqtlarda taqdim qilinadi, sovg'alarda kimga qanday sovg'a qilinishi kerak. Men kichkina doirada turganim yo'q. O'ta yuqorida dunyodagi milliarderlar bilan oldi bardatchi. Nima sovg'a qilinadi? Qanaqa narsalar qilinadi? Men daho deganda buni yurak narsani turibman. Tushundingiz? Har bir nuqtasini aytib turibman. Qayerda qanday taom qilinadi? Masalan, men ijtimoiy hayotga yetib turibman hozir, lekin juda keng miqyosda. Siz geografiya dedingizda, hozir aytib o'ting. Men aytaman, Kunchiqar davlatda shunday voqea bo'lgan ekan. Deyman, shafatimda Kunchiqar davlat qaysi deyman? Kunchiqar davlatni bilmaydi ayrim bolalar. Kunchiqar davlatni. Shimol, g'arb, janub, sharqni bilmay qoladi. Men bularni savol berib turibman bolalarga. Qiziqish uchun aytaman. Yomonlashdan emas. Shunchaki ularga o'rgatsa bo'ladi haqida. Shunchaki. Joldim menga berdi qachon dovlandinglar? Tushundingizmi? Debdi. Men aytaman, davlat falan milliard so'm ajratib deyman, oy berdi deyman. Haykalni qo'yib, tuyni bunchalik yozib qo'ydi deyman. Borganmisan? Borganman. Ehtiyojing bor, bolam, sen buni bilishing kerak. Sen Xorazmdansan. Sen Joldim menga berdi kimligini bilishing kerak. U haqida kichkinagina bir narsang bo'lishi kerak sana. Daho shunday kurs. Boshlanish ham shundan boshlanadi. Kitoblar bor. Bunlar ikkimiz o'tirib, uchimiz bir nechta odam bir yerga kelgan vaqtimda gaplashadigan kitoblar bor. Bilsin bu kitoblarni. San'at asarlari bor. Dunyodagi masalan Chorniy kvadrat, Mona Lisa, yoki boshqa san'at asarlarini bilsin dunyodagilarni. Nimasi yomon? Tasavvur gapsini qiziq haqida ketdi hozir. Simfoniyalar bor, dunyo tanigan simfoniyalar, Mozart, Beethoven, Bach bilsin ularni ko'chilingan vaqtida zo'r o'ylabmanmi? To'g'rimi? Bularni ketma-ketlikda bularni astan o'rgataylik. Bolasi bilan o'tirgan vaqtimda, tezroq yurib o'tirgan vaqtimda to'liq tahlilga ega bo'lsin. To'liq tahlilga. Musiqa bo'lsa, musiqa haqida ozgina ma'lumotga ega bo'lsin. Bu haqida ma'lumotga ega bo'lsin. Kengroq. Hozir zamonaviy kurslar chiqqan. Kurslar, masalan, odamlar o'rganib turibdi pul to'lab. Farosat nima kerak? Odob axloq nimaga kerak degan bo'lsa, bu shu bilan bu haqida kitobni tugatsak bo'ladi. Agar men daho bolaga erishadigan bo'ladigan bo'lsam, u ertaga koronavirus ishlab chiqadigan bola bo'lmasligi kerak. U aytgan ishini oqibati nima bo'lishini tugasaligini bilishi kerak bu bola. Atomli bombani ham davomlar. Ikkinchi Nobel bo'lmasligi kerak deraksiz. Nobel ham atomli bombani ham ishlab chiqqani yo'q. Atomli bombani ham olim ishlab chiqqan. Koronavirusni ham olim ishlab chiqdi davomlar. Lekin oqibati unga qiziq yo'q. Unga pul bo'lsa bo'ldi. Mavqi daraja bo'lsa bo'ldi. To'xta, millionlab odam o'lib ketdi koronavirusda. Biz unutganimiz yo'q ularni. Uni kashfiyotini qilincha, men bolamiz ham dono bo'lsin, ham farosatli bo'lsin, aytgan ishini oqibati nima bo'lishini bilsin. Ertaga nima bo'lishi kerakligini. Men ibodatiy nuqtai nazaridan qarayajak emasman bu nuqtaga. O'zini shaxsiy ishi deb hurmat etganman doim, men qoldiraman o'sha yerda ishini. Men aralashmayman hech qachon.
Hikoya aytmadimi bu? Yo'q, yo'q, aytmadi. Biz faqat Hikoya gazetga yo'q. haqida gaplashdik. Ajoyib hikoya bor. Uka bor ekan. Ukasi alkash, rasvo, qarzdor. Jamiyatda o'rni yo'q. Uyinda doim janjal. O'shanday ekan. Og'asi shuni aytsa ekan. Jamiyatda o'rni bor, xonadoni tinch, o'zi davlatmand, yaxshi odam ekan xullas. Balki bir bema'ni odam ekan. Intervyu olibdi jurnalistlar borib turib. Ukasini olibdilar. Aytibdilar, siz nimaga bundaysiz? Desa ukasi aytibdi, men akam shuni deyapti. Men akam shuning doim icharadi, eshikimiz doim to'qilar edi, qarzdan, xotinini urar edi, opamni urar edi va shuning bo'lar edi. Siz tasavvur qilib ko'ring, men shuning oiladan chiqqan bo'lsam, men shuning bo'lmagan kim tinch bo'ling debdi. Og'asini boribdilar, og'asidan so'rabdilar, siz nechun bundaysiz? Ya'ni ta'riflarni berdik unga. Yaxshisiz, xonadoningiz tinch, oilangiz sizni sevadi. Siz ham oilangizni sevasiz. Jamiyatda o'rningiz bor, xonadon, mahalla hurmat etadi. Nechun bundaysiz? Deganda u aytgan ekan, chunki men akam alkashadi. Men akam uyda doim janjal, vog'irdi, qarz, bular bor edi. O'zingiz tasavvur etib ko'ring, men shunday xonadondan chiqqan odam bunday bo'lmaychi bo'lishim kerak edi. Degan ekan. Vaziyat bir xil. Ikki xil xulosa. Bular shaxsiy xulosalar. Men bolalara bergi og'ani xulosasini qilishni istardim. Bolalarim bir voqeadan negativ emas, noto'g'ri narsa olmasin, to'g'ri narsa olsin. Bu ham o'zini fikriga ekan, men uni ham hurmat qilaman. Lekin to'g'ri fikrlash degan narsa ham bor-da. To'g'rimi? To'g'ri fikrlash kerak. Buni ham o'rgatishni istayman bolalarga. Bir hikoyadan, Zumrad va qimmatga ozgina to'xtalaylik. Zumrad va qimmat degan hikoya bor. Mashhur. So'ng eshitib qoldim, shaxsiy olarak unutib o'tirmayman. Bir necha marta eshitganman bu voqeani. Men dedi, Zumradga qarshiman dedi masalan. O'zbek qizi Zumradning bo'lmasligi kerak, Zumradning og'zindagi oshni oldirib qo'yadi dedi. Mashhur odamlardan eshitganman, qizim Zumradning bo'lishini istayman. Sen multfilm oxirigacha ko'r. Kim o'tib chiqdi? Kim qoldi? Qimmat tez umuman yo'qolib ketdi-ku. Oqibat nima bo'ldi? Yuldi Zumraddan qimmat, opasi bilan ikkisi akasidan gun bermadilar. Nima bo'ldi oxiri? Nimaga oxirigacha xulosani to'g'ri chiqarmaysan? Shunga qarab turasana, Zumrad ichingga o'shib o'tiribdi. Sen o'zi 12-13 minutlik multfilm. Nimaga o'rtasida, voqeaning o'rtasida xulosa chiqarasan? Hali voqea ko'rlanmadi-ku. Yo'qolib ketdi-ku. Bir multfilmda masalan Ajdar yetib tashladi uni. Bir umuman jamiyatda yo'qolib ketdi-ku. Xulosani to'g'ri beraylik, bolam u yerda o'zi to'g'ri bergan u yerda. Bolam qimmatga o'xshab yulg'ich bo'ladigan bo'lsang, jamiyatda yo'qolib ketasan yerda. Feministkalar. Sen sargina sabr qilib tur. Sargina sabr qilib tur, ozgina sabr qilib tur. Yaxshi, adolatsizlik bo'lib turgan bo'lishi mumkin hozir senga nisbatan. Lekin adolat qaror topadi. Adolat qaror topib keladi hamma. Adolat qaror topadi, chunki bu dunyo egasi bor. Egoistkalar. Egoistkalarga nima kim kiradi? Feminist, egoist. U baribir o'zini To'g'rimi? Masalan, men bunday balkim noto'g'ri bo'lsam mumkin meni gapim. O'zi suhbatda gap buning bo'ladi. Mahmudjon 100% yolg'on gapirsa kerak. 100% noto'g'ri gapirsa kerak. Lekin to'g'ri bo'lsa mumkin. Men esa 100% to'g'ri gapirman, lekin noto'g'ri bo'lsa mumkin. Normalmi? Normal. To'g'ri bu. Men 100% to'g'ri gapirman, lekin 3 safar noto'g'ri bo'lib qolsam mumkin-ku. Siz 100% ham yolg'on gapirib, noto'g'ri gapirib odamsiz-da, lekin bu gapingiz to'g'ri bo'lib qolsa mumkin-ku. Adolatli qaror. Me'yorda tutilib turilishi kerak. Ana shuning joyi. Bo'ladimi? bo'ladi. Yakunlaymizmi? Yakunlaymiz, xudo xolasa. Demak, Xudo xohlasa ustoz o'zingiz bir oxirinda bizani ko'rgan, ko'rdim, tinglagan tomoshabinlarimizga ikki og'iz so'nggi so'z o'rnida bir tilaklaringiz bo'lsa yo'llab qo'ysangiz, shu bilan yakunlaymiz ustoz. Xalqimiz bir ajoyib narsasi bor-da. Nima deyishingizdan qat'iy nazar, bolang adabli bo'lsin dedi. Bolang adabli bo'lsin dedi. Davlating ham shu, sog'lig'ing ham shu dedi. Qo'rqmaysan-da, bolang adabli bo'ladigan bo'lsa, davlatdan ham qo'rqmaysan, sog'liqdan ham qo'rqmaysan. Chunki
yiqilsang ushidoning bor. Bor-da bir narsa. Bolamiz odobli bo'lsin, shu xalqni ham bolasi odobli bo'lsin. Odobli, axloqli bo'lsin. O'zi o'ylaganligini odobli, axloqli emas. Jamiyat qabul qilgan odob axloq egalari bor. Xulq egalari bor. O'g'il qiz bo'lsin. O'shuning bo'lsin. Bu birinchisi bo'ladigan bo'lsa, albatta og'a ukasini mehrli bo'lsin. Og'a ukasi o'zini kana mehrli bo'lsin. Ota-onasini hurmatini joyina qo'yib deyanatadigan bo'lsin, lekin bu deyani fikrlamaydigan bo'lsin dejak emasman. Fikriga ega bo'lsin, lekin ota-onani deyanini aldan qo'yadigan bo'lsin. Ya'ni o'zini alda fikrim bunday deydiganlardan bo'lmasin. Hayotiy tajribalarni hurmat etadigan bo'lsin. Kim bo'lishundan qat'iy nazar, hayotiy tajribasini hurmat etadigan farzand bo'lsin. Albatta davlat ham bo'lsin. Pulimiz ham bo'lishi kerak, chunki bu baribir hayotning bir qismi. Boshqa o'zingiz o'ylagan nimaki yaxshi narsalardan ortiqini tilagan holatda sizni yaxshi ko'ruvchilar ko'p deyman. Orasida men ham bor deyman. Assalomu alaykum deb yakunlasak.